rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulullah. Aziz muhterem kıyırdaşlar, bugün yine sizler bilen birlikte nayet muhim bir tema üstüde, ameli bir tema üstüde, el kılgıç bir tema üstüde, yeni bir tema üstüde birlikte sohbet edip varımız ve bizden mehmenimiz, hürmetli mehmenimiz Ablacan Leyl Naman Efendim hemşkiranımızda bizden neçe vakittin beri köngel bölüngen bolsun oraya çıkmayatkan bazen bir hizmetlerimiz hakkında bugün tepsili paranlaşımız ve dünya bizni ümit kılavatkan, bizgi zorlavatkan, bizning qilishimizni saqlavatkan ve aslida biz qilishimiz kerak bo'lgan muhim xizmatlarning birisi bo'lgan Uyg'ur armiyasi haqida, buni kimlar tashkillaydi, bu kimlarning vazifasi, nima uchun tashkillanmadi, bugunga qadar surilib keldi, buningdagi to'saqlar nima bo'ldi, tushunchalar nima bo'ldi, har mustamlikaga chiqqan millatlarning armiyalari bor xuddi Tibetga o'xshash, ammo nima uchun bizga o'xshagan qirilib ketayotgan, yo'qolib ketayotgan Xitoy tarafidan bundaq bir zulm chiqayotgan millatning bir armiyasi muhacirat hayotımizda, hicret hayotımizda nima uchun borliq ekanmidi degan masalalarga biz bugun javob topishga tirishimiz ve Ablacan Leyl Naman efendim bilan biz bir yilning balki undan uzoq bir vaqtning oldida bir sohbat qilishmoqchi bo'lgan edik, ammo men bir amaliy xizmat qilay. Qachon amaliy xizmat qilgan vaqtimda uningdan keyin men ikkiramga chiqay degan talebi bo'yicha bugun ishkiranimiz kelgan bo'ldi. Ya'ni amaliy xizmat qilganlarni ichiqish, amaliy haqiqiy xizmat qilganlarni ishkiranimizga chiqish prinsipimiz bo'yicha bugun Amerikada advokatlik xizmatini qilayotgan ham Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'ninki reisi bo'lgan Ablacan Leyl Naman efendim bilan biz bugün bu sohbetni olib boramiz. Ishkiranimizda ko'ryapsizlar mehmonimiz Ablacan Leyl Naman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz Husayn Jarkam? Yaxshi, o'zlari yaxshi turibdimi? Xudoga shukr, Allohga shukr, yaxshi. Birazdan oldidagi yayından biraz mesele chiqib, men qaytadan o'ylagan bo'ldim. İnşallah bu mesele chiqmay davom qilishga Alloh nasib qiladi. Partiyalar qurilyotdi bizningki Uyg'ur muhacirat hayotımızda. Teşkilatlar ezelden batı ve yeniden teşkilatlar kuruldu. Yeni fikirler o'ttirg'i chiqdi, ama umumen Uyg'ur muhacirat hayotidagi Xitoyga qarshi bu ko'rishimizda klassiklikdan, ko'nlikdan, ko'ngan faoliyatlardan texcha qutulamadik. Ko'ngan faoliyatlarni bu da'voninki, bu kurashninki asosli temisi ve yakımımız asaslı yo'li qilib hozirgacha shug'ullanyapmiz. Amaliyotda dunyo o'zgaryapti. Xitoyning zulmi o'zgardi. Xitoy burun bir qismlarimizni siyosiy bu degandek nomlar bilan jazolagan va yo'qotgan bo'lsa, bugun butun Uyg'ur millatini yo'qotish uchun o'zgarish qildi. Dunyomi ham o'zgarish qilib Xitoyga qarshi bir Şamal Xitoyga qarshi bir inkaslarni bildirdi. Ama Uyg'ur faoliyatchiligi, Uyg'ur siyosiy ko'rishi, Uyg'ur tashkilotchiligi, Uyg'ur ideologiyasi ve Uyg'ur bu armiyasi haqida yenilikka ko'chirmayapmiz. Onun uchun tashkilotlarga bir majburiyat, mas'uliyatni atish uchun rahbarlarimizga ham yana bir silkinish fursati boshlang'ich qilish uchun bugun yeni bir temamizni, ya'ni asldan bor bo'lgan ammo hech kim ro'yobga chiqarolmayotgan, bugungacha chirpingan bo'lsaqmi, terishgan bo'lsaqmi o'tirib chiqarolmayotgan Uyg'ur armiyasi masalasi ustida sizlar bilan paranglashimiz ve sizlarningki qarashlarni bakamiz. O'tgan qitimliq temamizda biz bir qism ziyolilarningki Uyg'ur armiyasi masalasi, Uyg'ur qurolli harakati masalasida fikrni bakdik. Buningdan keyin davomli qolamiz ve bu xizmatningki ro'yobga chiqish uchun inshaalloh tashkilotlarimizni, xalqimizni bununla harakat qilishga albatta vasila bo'lishga tirishimiz. Undaqda avval sizlarni chet eldagi ko'pincha kishilar biladi, ammo ba'zi yoshlar, tayanch kuchlarimiz, bolalarimiz, farzandlarimiz bilmasligi mumkin. Shuning uchun 30 sekund, 20 minut sizlarning kimliklarini bir sizlarning og'izlardan anglasak, undan keyin bu yaqinda qurilgan Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi kim, qandaq tashkilot, nima ish qildi, xalqimizga qandaq foyda yaratib berdi, qandaq harakat nizomnomasi va nima ish qiladi bu partiya xalqimiz uchun amaliy ish qilib beralamdi degandek savollarga sizdan javob olamiz.
yani Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'ni sizning og'izlardan qisqacha to'nib chiqamiz. Merhamet. Rahmet. Esselamu Aleyküm. Muhterem kadındaşlarım, vatandaşlarım, yaxşımısılar. Rahmet Hüseyin Cantkam, bugün vaktinizni çıkarıp ziyaret kılganlığınızdan nayet söyledim. Ben aldı bilen siz üzerinde kısaca tanıştırıp işini teklif kıldınız, talep kıldınız. Şunun için ben kısalan tanıştırayım. Benim ismim Ablacan Leylnaman. Vatandan çıkıp Amerika'da yaşadığımda 25 yıl oldu. Ben bu Amerika'ya Uygurlarının 96. yılından ilgirki uçuravatkan, zerbi uçuravatkan insan hakları, hak hukukları ve Xitay Komünist hakimiyeti, şundakla onun vatanımız tutuqıga məqsədlik aldı uğurlaştırgan tacavuzçı, kengaymiçi, kanunsuz köşmellerinin vatanımız miqyasda ilip verivatkan kanunsuz hareketlerini bulup mu Dünya Bankası'nın bergen üsümsüz yardım pılıdın bizning vatanimizga yardım qilaman degan bir teklif bilan ilib uni xalqimizni yo'qotish va keng ko'lamli turmalarni turmada yotgan jinoyatlarni ishlatish, ishlab chiqarish o'rinlarini, urug'chilik punktlarini qurganga o'xshash bir jinoiy harakatlarni pash qilish uchun Amerika hukumatining alohida taklifi bilan, ya'ni senator Jesse Helmsning alohida taklifi bilan 96 yıl 7. ayının 23. günüsü Amerika'ya yetip gelip 25. günüsü Kongresta tunca gittim. Biz Uygurlarının ahvalini Amerika Meclisi yani Kongres anlattık. O çağda Erkin Yusuf Altekin, Ferhat Yoronkaç üçümüz birlikte geldik. Erkin Yusuf Altekin bizge tercümanlık kıldı. Ferhat Yoronkaç ikimiz bu ahvallarını Nek Meydan'ın Amerika'nın meclisine anlattık. Şundan tartib ben Amerika'da siyasi panalık dilip yaşap kaldım. Ona dikim ben şu bizning Uygurlarning davası ve inkılap küreşlerini kandak kılıp bir kanuni şekilde yani xalqarалық kanunlara uygun halda milletimizin menfaati, ularning azadlığı, hürlüğü, müstakillik için faydalanıp buldu degan temalar nayet köp izlendim ve bu cihetdeki bilimlerimni to'liqlash için ben Amerika'da yine özümün burunki kesbi, kanun kesbide okuşunu karar kılıp Amerika'nın Florida State'de yani ştatıda State University deydiğen bir üniversitede ben məxsus xalqarалық kanun okup 2014 yılı kanun mektebini bitirip şundan bilen bir amal kılıp bizim halkımızga bir kişilik bir hisse koşuş için gücümün birce tırış kilovatı vaqt münasebetiyle özümle müşteriyle tanıştırsam bo'lar deb qarayman. Yani bir özara tanıştırış fırsatlar bo'ladi. Yoki vatandaşlarımız YouTube kirib Ablajan Leylnaman deb sir chiqsa, mening ilgirki nutqlarim ve bu da bizning partiyamiz tarafidan ishlab chiqarilgan 45 minutlik Ablajan Leylnaman kim degan videodan qolganlarini anglab tushunib olsa bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'nin sizning og'izlardan qisqacha to'nib o'tib ketaylik. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'ni biz şahsen ben şu 2014 yılı Şarkı Türkistan sürgün hükümeti kurulup ilan kılıngandan kıyla ben şu sürgün hükümette Adliye Ministri, Tashqi ishlar Ministri, Washington'da turishliq sözcüsü degende bir qancha vazifalarni etmoqdim. Shu chaqdan tartib biz bunga kuchli bir partiyani yondash talabini qo'yib keldim. Lekin ma'lum sabablar tufayli uni amalga oshiramadik. Shunga bu qitim biz qayta o'yinish orqali Uyghur aksakallarımız ve bir kısım chet ellik bizning ahvolimizga yaqindan ko'ngil bo'lgan siyosiy yo'llar birlikte biz Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'ni 3. ayının 7. günü bu yıl resmi şekilde dünyaya ilan kılıp arkadan 2 aydan keyin 6. ayının 17. günü Uyg'uriston Cumhuriyeti'ni dünyaya Washington'dan jakaladık. Bunda olsa bu shunchalagan ko'p tashkilotlarimiz bor turug'liq.
Yanının için bir partiyani kuruşqa zörürüp kaldı degan savollarni aytib ko'p topshirib oldik, siz bir so'rayapsiz. Ama biz izchil deb kelganimizdek, bizning nizomnomamiz bütün websaytlarda, har xil medialarda bütün dünyanın tillariga tercüme qilinib, biz oshkora nizomnomamizni o'tirib qo'ydik. Bizning nizomnomamizning birinchi paragrafida bu vatan mening vatanim. Mendan boshqa hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh va hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q degan bu ideologiya ostida qurildi bu partiya. Bu deganlik nima? Bu ideologiya nima uchun zo'r bo'lib qoldi desangiz, Hüseyincan efendim, xalqimizga men shunda anglatmoqchimanki, bir millatning eng muhim muqaddas, hamma odam o'rtaq e'tirof qiladigan ve Çin yürükinden işinadigan ve erişadigan bir ideologiyasi bo'lmagi shart. Bizde bu kam. Shuning uchun biz ilgirki inqilob ve kurashlarimizda gerçi qanchalik qahramonlik, jasurlik bilan qon to'kkan bo'lsakmi, bizning inqilob kurashlarimiz mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Yoki nayt qisqa vaqt turaladi. Buning sababi ana shunday bütün millat o'rtaq e'tirof qiladigan bir ideologiyaning kamligidan bo'ldi. Uning uchun biz bu ideologiyani o'tirib chiqib, yana yaqin kelgusida yuz beradigan, hozir hammamiz bilib turibdik, Xitoy kommunist hokimiyati va uning mas'uliyatsizligi, uning dinsizligi, uning xudosizligi, uningki intayin g'aljir bir hokimiyat ekanligini bütün dunyo tanidi. Chunki bu qitimqi Xitoy virusini ular yo'shirib bütün dunyo qo'yib sarqilib, bugungi kunlikda hammadan bilan mas'uliyat ko'rishadigan bütün dünyanın asasen digidek barlık hareketleri to'xtab qilishga ozlik qaldi. Demek dünya bunu to'lib yetti. Unda olsa yaqin kelgusdagi bu hozirgi siyosiy vaziyat, bu Xitoy kommunist hokimiyatini bütün dünya insoniyatiga qarshi bir hokimiyat ekanligini, uni parchalayotmasa mutlaq bo'lmaydiganligini bilgan xalqaro davlatlar cho'qim yaqin kelgusda Xitoyni ichidan parchalashga urindi va parchalaydi. Eğer bizde bunda bir güçlük ideologiya olmasa, yakın gelmişte kurulduğun demokratik Xitoy komünist hakimiyetinden yana bir parçası ayrılıp kalırız da, belki hazırlıkta bir kadar yaşayışımız mümkün, ama yanılı biz kol, biçare yaşayırız. Onun için biz bunda bir güçlük ideologiyani oturup çıkıp, biz hiç kim demegen ne digili ve hiç kim kılmaganını kıgılı çıktık. Bunda digenlik ne mi dersiniz? Eğer biz bu sırt çıkıp namayış kılış, Başka dünyalardaki parlamentler bilan, kongresler bilan görüşüş, Birleşken Devletler Teşkilatı'na dokulat sunuş degandek işlarni qilmoqchi bo'lgan bo'lsak, hozirgi mavjud tashkilotlarimiz har holda yomon emas, yaxshi qilib ketadi. Biz ularga ergishib, birlikda qilsak bo'ladi. Ammo biz ularning qilayotgan hozirgi kishilik huquq, inson haqlari davosini kurashga inqilob aylantirib chiqdik. Ve ular aşkarı diyemeyen sözlerini dünyaya digili. Ular kısı bulmaydı dep qaragan narsalarni çokum xalqaro qonunlar bo'yicha kısı buludu dep biz o'tirib chiqdik. Ularni qilolmaydi deganlik emas. Ularning qurilmasi, tashkilotlarimizning har bir tashkilotlarning o'zining nizomnomasi, xizmat ishlash prinsiplari bo'ldi. Unda bo'lgankan ular shu bo'yicha ishlashga majbur. Shunga biz ularni to'g'ri tushunamiz. Uning uchun bizmi boshqa tashkilotlarimizning bizni artık görmey, bizdeki bazı bir yetersizliklerin toldağını ve biz diyenmeydiğen ve değişke petinlenmeydiğen nizamnamemiz oyca sözlerimizde digili ve hareketlerimizde kıgılı çıktı deyip bizge mi hürmet bildirişini ve bizden mi ulara hürmet bildirdiğimiz işini talep kılımen. Biz bunun için kurulduk. Yani güvende biz kalan suallarımız arkalık bu partiyanın, yeni birisiyle bizden bu partiyanın en mühim nizamnamelerinin içinde biz Xitoy milletiga Uyg'uriston Cumhuriyeti'den ularga hech mengu puhrolik berilmaydi. Vatanimiz tuprog'idan bir g'ayrichiya ve bir chimdan to'pa setib berilmaydi. Hatta ularning vaqtliq o'ltirib qilishiga ruxsat qilinmaydi deb biz nizomnomamizga uchuq qilib, dunyodagi har xil tillarga tarjima qilib biz dunyoga anglatdik. Ba'zilar deyishi mumkin bu bir haddidan oshganlik, bir millatga qarshi turamsa deyishi mumkin. Ama Amerika'daki bir demokratik devlet mi?
aynı vaqtida China Exclusion Act deb Xitoy millatiga fuqarolik berishni işte Amerikadagi bir demokratik davlatni uzun vaqt cheklagan. Ama Xitoylarning uzun yillik vatanimiz tuprog'ida etpagan kengaymishligi va ularningki intayin hilgar suiqasdlarning mohiyatini tushunganligimiz uchun biz bu millatga vatanimizning fuqaroligini mutlaq bermaslik qarorini ilib biz nizomnomamizga kirgizdik. Mana mening hech kim demaganni digili chiqdik deganimning isboti bu. Hem sizga men bir yildan oldida 2 yilga yaqin bo'ldi. Yana bir ko'rishib turamiz. Ablajon aka degan vaqtingizda Hüseyincan efendim abay sizin de ötüp ettiniz. Ben bir iş kılmıgıcı aldığınızı kemeyle diyendim. Bu daim bursa biz bir iş kıldık. Kılıvattımız. Şunun için ben bugün sizinle görüşüp oturup ben hem bu şarkılık Kütkül televizyon aldı ki vatandaşlarımızga bu partimizin hakiki mahiyeti buna ki hizmet usulleri, prensiplerini tanıtmakçımız. Rahmet. Yani siz shunda deganligingiz uchun biz qachonki amaliy xizmat qilgan vaqtimda ekranga kelay deganligingiz uchun men o gapingizdan ta'sirlandim. Men ekranimizda bugun bir amaliy xizmatninki beshi sifatida sizni ziyorat qilyapman. Albatta mediada hozir shuar, nazriya, gap so'zlar intayin ko'p bo'lib ketdi. Reallikni deydigan bo'lsak, xalqimizmi biroz zerikdi, ya'ni shu muajiratdagilarmi biroz zerikdi, gapdan zerikdi. Chunki hammaylar shu vatan mustaqilligi, Uyg'urlardagi huquq, kampining taqilishi, bu so'yqirim, bu qirg'inchilik, irqiy qirg'inchilikni to'xtat degan gapni deyilyotdi. Irqiy qirg'inchilik masalasi yaqinda o'tirg'i chiqdi, ya'ni xalqaro qonunga kirish arib turyapti. Bu to'g'risida men sizdan so'rayman. Ama gap jiq bo'lib ketganlik uchun bizningki studiyamiz shu kim amaliy harakat qilsa shuni nimaga akkilish, ammo gap qildiganlarning iloji bor akkamaslik, amaliy bir ishni qilgan, ya'ni bir toshni u yandan bu yoqqa yo'tkagan odamlarni akkilish prinsipi bo'yicha sizni akkagan bo'ldik. Xo'sh, undaqda sizning partiyanglar hozir birlarni yozibdi, albatta savoli bor, fikr taklifi bor qarindoshlar. Naq meydan telefon qilsangiz bo'ladi. Ekranimizda telefon nomerimiz bor. Ablajon efendimdan Cumhuriyetçiler Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasininki reisi so'rasangiz bo'ladi. Masalan, bölgünçilik masalasida bir gapni yozibdi-da, men uni o'qimayman, ammo mencha bu demokratik davlatlarda bir qancha partiyaning bo'lishi normal bo'lishi kerak deb o'ylayman. Uningga o'zining og'zidan bir javob olaman. Ham bu partiya nima ish qilib turdi zodi bir amaliy maaşını qilib beramiz xalqimizga, muhojirlarga bu ishni qilib beramiz deydigan bir konkret bir masalani sizning og'zingizdan anglayman. Rahmat. Zaten biz şunun için kurulduk. Hem de bir yerde Şarkı Türkistan sürgünde hükümetimiz bir neçik parçalanıp ketkendikin bir yerde partiyadın bir neçik kurulsa halkımızda azırak bir tener kapılış var. Hükümetle parçalansı bulmaydı bir buluş gerek. Ama bir kançı partiyalarının buluşu o normal. Hepimiz başka dünyada yaşavatımız özümüz durapkan devletlerinin ahvalı karşılamı nurgun köp partiyalar var. Bu biz için paydalık. Hem de hazır Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi zadi qandaq amaliy ishlarni qildi. Sizlarninki boshqalarga o'xshamaydigan tarafinglar zadi nima bu millatimiz uchun foydalikmi shu navbatdagi vaziyatda yoki bu bir tashkilotning sonini ko'paytirib millatning ichiga bir ovochlik qilib harakatmi degan savollarni tushishi tabiiy. Ama bizning bu qitimki Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisini qurib e'lon qilib hozirgacha olib berayotgan ishlarimiz albatta bir mezgil teşvikat bilen şug'ullandik. Teşvikat kambozsiz bo'lmaydigan bir qo'ral, ammo hammasi emas. Shuning uchun biz nima ish qilib beramiz degan chog'da men ilgirki nutqlarimda bu partiyani qurishdan burun men o'tirib qo'ygan. Bu shu xalqaroliq bir ommaviy, ya'ni International Public Law deb bir qonunni misol olgan. Shu qonunda belgilangan modellar bo'yicha men abay deganda xalqaroliq qonun o'qidim. Biz bunga javob berishdan burun Uyg'urlarning bir millat bo'lishi bilan u o'z vatani tajovuzchilikka uchrab, tajovuzchi sinf tarafidan u qo'g'linib, sirtlarga
sürgün bulup, yani exile bulup çıkıp ketken vakitte bizdeki milletlerinin taşkı dünyada sürgünde hükümetlerini, partiyelerini kursu bulamdı diyen sual. Elbette bulundu. Ondan olsa sürgünde hükümet ve partiyelerini kursu buldukken ondan olsa ula bir partiye, bir hükümet buluştu bilen halkaralık kanunlarının maddeleri boyunca esker kursu bulandı. Esker terbiyesi bulandı. Ulanı korallandısı bulandı. Elbette bulundu. O halkaralık kanunlarda iniq belirlengen nesli. Ama bir yerde bir nesi var. O bolsumu biz kandaktı bir ırkka yoki bir dinge karşı emas. Fakat bizning vatanimizni qanunsizlarcha besib olgan shu tajovuzchi Xitoy kommunist hokimiyati ve uning yani bir şeyde bir muhim nokta var. Vatandaşımız bekle katılmak lazım. Ve uning vatanimiz tuprog'iga maqsadlik holda o'rlashtirgan tajovuzchilik, kengaymichlik siyosatining amalga oshishi uchun eng muhim quroli bo'lgan Xitoy qonunsiz ko'chmanlari. Bu naydi muhim narsa. Mana mushularga qarshi biz askar qursak ve ularni tarbiyalasak chet elda albatta bo'ladi. Masalan, misol keltirib, mushu bir qancha kunning oldida Amerikaning hukumat tarafidan mas'ul xodimlar, mas'ullarni deb o'tamay, Hindistonga berib, shu yerdagi Tibet armiyalarining Hindiston armiyasidan birlashganlik ahvolini o'z ko'zi bilan ko'zdan kechirib keldi. Bunday bo'lsa, dushmanimiz bir, ha? Amerikadagilar ko'rib keldimi? Shunday. Dushmanimiz bir, ha? Dushmanimizning yurgizayotgan assimilyatsiya qarishtirayotgan obyektisi bo'lgan Tibet bilan bizning taqdirimizmi bir? Hajiba Tibetlarning xalqi o'zlarining askarlarini Hindiston askarlariga ketib, u yerda bir harakat qilsa bo'ladi ekan, ular buddist bo'lg'ashqa bo'lib, biz islom diniga e'tiqod qilgan musulmon bo'lganligimiz uchun bo'lmamda. Albatta bo'ladi. Ma'lum masalaga ko'rsatgan, men hozir xalqaro qonunlarni nechini o'qib bersammi, baribir. Meni da'vatim amaliy misolni da'vatiman. Hammanglar nayt hayajon bilan ko'rdinglar Tibet askarlarining mashinalarda mangsa, ularning ota-onalarining yo'llarga chiqqanda yig'lab ustilayotganliklarini hammanglar ko'rdinglar YouTube'lardan, Facebook'lardan. Buni men ta'kidlab o'tamsam bo'ladi. Mana hozir mavjud bo'lgan bir narsani da'vatini. Unda bo'lsa bizningki nima uchun Sharqiy Turkiston deydigan bir ism bilan davarimiz to'nilib ma'lum yerga borgan chog'da sizlar bu Uyg'uriston degan ism bilan chiqdinglar degan savollarni nayt ko'p bizga. Rahmat shu savolni so'raganlarga. Ammo bunga bergan javobimiz nayt aniq. Biz hech qachon Sharqiy Turkiston degan ismga qarshi emas. Ammo Uyg'urlarning bir millat bo'lish sifati bilan o'z nomi bilan davlat qurish haq huquqlari bor. Acaba bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz O'rta Osiyoda 5 millionga yaqin Uyg'ur qarindoshlarimiz bor bizning hisobimizda. Unda olsa ularni Qozoq, Qirg'iz, O'zbek qatorliq Turkiy qarindoshlarimizni mustaqil davlatlarda yashayotdi. Bizning Uyg'ur millatimiz nayt mehmondo'st. Taladan kirgan mehmonga ballarga bermaydigan tomoqlarni beradigan bir millatning avlodlari biz. Biz u yerdagi vatanimiz Uyg'uriston qurilgandan keyin hech ansirimiz xalqim biz Qozoq, Qirg'iz, O'zbeklarga taqobil turmaymiz. Aksincha ularning haq huquqlarini, ularning madaniyatini, ularningki diniy e'tiqodini va ularning urf-odatlarini eng yuksak qo'g'daymiz. Bu bizning va'damiz. Nimishqa tarixdan tortib shuncha xonliqlarni qurgan, ha? Necha ming yillik tarixi bor, dunyoga davlat qurishni o'rgatgan bu Uyg'ur millati bugungi kunlikda qandaqsiga davlat qursa boshqara olmaydigan bo'lib qolibdi. Ayni abaydan siz bir rasmni chiqarib qo'ydingiz. Mening Uyg'uriston Cumhuriyetler Partisi va Uyg'uriston Cumhuriyetining mana general deb tushtirib loyihalar tiktirgan kiyimi ekranda jamoat ko'rdi. Yarışır ekan ku bizga bu. Ha? Bizga shunday yarışır ekan ku bizga. Shunday. Ha, demak, bu yerda bir narsa bor. Bizning mushu tashqi dunyodagi xalqaro qonunlarni pishiq bilmaganligimizdan bizning xalqimizda
düşmanga qarshi qurolli kuch harakat qilaman, askar quraman deb qalsak, xuddi Xitoy kommunist hokimiyati bizni dunyoga terrorist ko'rsatmayotgan chig'ida biz unga yordam bergan bo'lib qolamiz degandek bir sapsata bilan xalqimizni aldab keldik. Menmi bor shuni aytdi. Bu xatolashganlar yalnız bular emas, menmi bor. Men bu yerda 25 yil turib, bu shunchalik bir ishlarni ilgari qilmagandan keyin bu jinoiy javobgarlikni, bu tarixiy xatolikni men ma'lum etishimga. Kimlar aldab keldi? Biz bu millatning ziyolilari, bu millatning tashkilotchilari, shuning uchun men bor dedim o. Demak biz mana bu shunday bir-birimizga, xalqimizga haqiqiy ma'nodagi to'g'ri bir yo'lni ko'rsatmadik. Asli bu partiya bundan 30 yil burun, 40 yil burun bu bir partiya qurilib, o'ziga millionlarcha askarni qabul qilib, taraqqi qilgan bo'lsa, biz bu vaqtcha masalamizni hal qilib bo'lardik. Shunga ko'nlar bir gap bor, ziyonning naridan sal foyda shu deb, elimi kechikmadik, jiq kechikdik. Shundaqdan biz bu partiyani qurish orqali millatimizga rasmiy Uyg'uriston mustaqillik armiyasini qurg'ili chiqdik. Bu bizningki boshqa tashkilotlardan tutib barxilgan yerimiz bu. Men shunga hech kim demaganni degili, hech kim qilmaganni qilg'ili chiqdik deganim, biz hech kim demaganni abay degandek zaten dedik. Bu millat, bu vatan mening vatanim. Mendan boshqa hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh va hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishi mutlaq ruxsat yo'q. Mana bu bizning ideologiyamiz. Bu hech kim demagan bir so'z. Endi biz askar qurish va ofislarimiz uchun maktablarni qurish boshqa dunyoda bu harakatlarga biz boshladik. Xudoyim bir yaqin kelgusida biz buni amalga oshiramiz. Mana bu bizning prinsipimiz. Uning uchun qurildik biz. Ammo bunga yetib berish uchun biz partiya a'zolarimizning sonini intayin shiddat bilan ko'paytiryapmiz. Hüseyincan Fikam, efendim, Hoş. hozir siz mevcut teşkilatlarga qarang. Bizning Uyg'uriston Cumhuriyetçilik Partisi gerçi qurilganiga 6 ay bo'lgan bo'lsa-mu, hozir minglarcha partiya a'zolari bilan dunyoning hamma yerlarida yechiklarni qurib, bu qitimda biz Turkiyaga maxsus vakil yuvatdik. U vakillarimiz Turkiyaga yurib, partiya a'zolarimizga izlak taqtish, shahodatnomalarni taqish bilan cheklanmay, Ankara hukumatiga televizorlar, har xil matbuotlar orqali Uyg'uriston Cumhuriyetini ve Uyg'uriston Cumhuriyetçilik Partisi'ni qo'llash haqida biz iltimos sundik. Ishimizki, yaqin kelgusida biz Türkiye hükümetinin qonunlari bo'yicha, Amerikada olgan tasdiqimiz bo'yicha biz Turkiyada rasmiy bir xizmat elib berish ve qonunliq yo'lda xizmat elib berish uchun biz buning harakatini qilamiz. Chunki men xalqaro qonun o'qigan, men qancha kunmush partiyaning prezident reis bo'lib tursam, men bütün ishlarni xalqaro qonun bo'yicha en kuchli shaklda elib berishga tirishiman, ham tirishyapman. Xudoyim bilsam, shu bir haftaning ichida bizningki Turkiyada ilib borgan suhbatlarimiz butkul buyuk Türk xalqiga ve Erdoğan hükümetiga anlatildi. Xudoyim bilsa, yaqin kelgusida bizning partiyamiz bu Turkiyaga kirolmaydiganlardan emas, Turkiyaning ichiga kirib harakat ve faoliyat ilib bora oladiganlardan bo'lamiz. Biz buning uchun qurildik. Biz dunyodagi hamkorlikqa tegishli har qanday davlatlar bilan biz diplomatik munosabat o'rnatamiz. Hem o'rnatyapmiz. Bizning g'oyamiz bu. Bu yerda bir qiyinchilikqa uchrash ehtimoli bo'ladimi bu Turkiyaning hozirgi siyosiy sharoitida? Balkim. Ama bununla bilan biz Türkiye hükümetinden hiç rengimeyiz. Çünkü Erdoğan hükümeti olsun, mayli kim o rehberlik beşini olsun, her qanday bir devlet oldi bilan özlerinin fuqarolarının gündelik turmuşu ve menfaatini birinci o'ringa qo'ydi. U shunda qasam berib olgan o vaziyetini. Shuning uchun Türkiye hükümetinin bu Uyg'ur meselesiga bizningki bu ahvollarimizga ciddi aralashmayotganligi, darhol bir kuchli bir harakatga o'tolmayotganligini Türkiye hükümeti bizni qo'llamayotdi, bizni tashib etdi deb biz ranjib, o'zlarimizni tatlab, kachatlab, vaqirab Türkiye hükümetiga haqorat qilsak, tutun to'g'ri bo'lmaydi. Bu ahvolni hal qiladigan biz özümüzün ahvalını özümüz hal qilmog'imiz lazım. Başkalarının yardımı elbette kerak bizga, ama biz chiqmog'imiz lazım. Hozir kishilarning deydi, Xitoy hukumatining atom bombaları var, yadro qurollari var, muntazam askarlari var, soto var, milyonlarca askar, harbiylar var, tanklar var, va kaza. Unaqa tankiyaga olmaydi. To'g'ri, u kuchlik. Ama dünya tarixiga nazar solgan bo'lsak, har doim kuchliklar ojizlarni besib olgan bo'ladi. Ojizlar kuchliklar ustidan kurash qilib, g'alaba qilib, hozir mustaqil yashayotdi. Bu bir qonuniyat. O aciz olsa kuchini besib olmaydi ki zaten.
Bu yerdeki bir narsa bizning millatning hozirgi mayli mediada bo'lsin, mayli amaliy ahvolda bo'lsin, bizning millatni sundirish naydi ig'ir. Bizning tashkilotchilarimiz, ba'zi bir ziyolilarimiz chiqib, bizning millatimizni ayblash bilan turdi. Yo'q, bu millatning g'ururi bilan o'ynashyapti Xitoy kommunist hokimiyati. Bizning qizlarimizga, ojizlarimizga ve ularninki şermi hayasını depsendi qilib, bizning erkeklik g'ururimizga tegyapti. Bu yetmedi, biz bu tashqi dunyoda hadisi o'zimizning millatni ayblayapmiz. Yo'q, mening millatim kurashchan, qahramon, ajoyib bir millatning avlodi biz. Uyg'ur millati cho'qim davlat qurib, intayin chiroyli, go'zal bir davlat qurib, o'zining emas, hatto dunyo madaniyatiga ta'sir ko'rsatadigan bir davlat qura olamiz. İnshaalloh. Nima ish qilmoqda? Biz bu millatning g'ururini ko'tarishimiz lozim. Bir millatning tili müştük ketişi mümkün, onun bazı bir örf adetleri müştük ketişi mümkün ama onun gururla bo'ladigan bu millat mengu yo'qolmaydi. Men davomli ta'kidlayman, kurash qilgan millat hech qachon yo'qolmaydi. Ammo o'zlari davlatdan ashta kuchli bir dushmani bilan qo'lida bir yig'nining bir partisi yo'q turib, qandaqdir uning bilan bir sulhiy sala, bir suhbatga o'tmoqchi bo'lgan ahmoq millatlarla bir millat sifatida dunyo yuzida yo'qolib ketadi. Ammo kurash qilgan millat emas ekan. Biz kurashchan millat. Biz qila olamiz buni. Bizning bir askarimiz Xitoyning 10 ming askariga to'g'ri keldi. Chunki bizda haq bor. Keynimizda qudratli bir Allah ve onun bizga tushagan eng qimmatli Qur'oni Karim kitobimiz var bir millat biz. Xitoyda bu narsalar yo'q. Bizning dushmanimiz bir, bizning tilimiz bir, imonimiz bir, Xudoimiz bir. Olmoqchi bo'lgan ve asli keltirmoqchi bo'lgan zaminimiz bir. Bunda ko'p birligi var. Bunda bir kurashning egisi tarixda az tepilgan ekan, ama biz bundan unumli foydalanmayapmiz. Biz bu narsaga chiqdik. Rahmat. Yani amaliy ish qilib chiqdik demoqchisiz. Shunday, tashviqot yetib ochildi bizda hozir ekan. Albatta bu yerda xalqimizni tushirish, tuvan ko'rish bu qat'iy xato bir ish. Ama kasallikni oshkor qilish, xatoni tanqidlash, to'g'rini maqtash, xato qilgan tashkilotlarni, uxlab yetib olgan, ish qilmagan tashkilotlarni ayiblash va yoki tanqid qilish to'g'ri bir shaklda. Undan boshqa to'g'ri qilgan, amaliy ish qilgan tashkilotlarni maqtash bu bizning vazifamiz yoki odillik deb qarayman inshaalloh. Ya'ni siz bu amaliy ishni qilish uchun maydonga chiqibsiz hozir. Qonuniy tarafdan degan gapga men biroz qiziqdim. Ya'ni albatta nurg'un odamlar buni terror qalbiga keltirilib, burundan Qur'onning gapi chiqsa, bizni terrorchi deydi, u deydi, bu deydi deb bugungacha siz degandek har xil banolarni tepib bu xizmat oldiga surilmagan. Ama bugungi kuni qarasak, o'tgan qitim Hindiston bilan Xitoy chegirda urushdi, bir-birini o'ltirishdi. İki tarafdan 100'ge yakın, fakat medyada e'lon qilgan sonlar 100'ge yakın bo'ldi, ama onun keyin necha yuz odam o'ldi biz bilmaymiz. Bularni hech kim terrorchimi demadi, bir-birini o'ldirgandi. Hech kim qabulabmi ketmadi. Urush qilgan nurg'un davlatlar urush qilyapti. Hozirgacha masalan Ozarbayjon bilan Armaniston urush qilyapti. Bir yerdan bularni terrorchimi demadi. Ammo nima uchunki Uyg'urga kelgan vaqtida Uyg'ur qurolli harakat qilma, Xitoyga qarshi o'q otaman, Xitoyga qarshi mening armiyam, qo'shinim, askarim bo'ladi degan kuni tuyuqsizlar unda desang terrorchi bo'lsa deydigan bir qism insonlar albatta ularni ayblamaymiz kiranda, ama menga nisbatan xoin demasammi ularni millatni xultayotgan kishilar qatorida hisoblayman. Bu mening shaxsiy ko'z qarashim. Bundaq kishilar chiqib buni to'sab keldi. Burundan to'sab kelayotganlar bor. Hatta demokratiya, kishilik huquqni va yoki mustaqillik bo'lsin, qandaq bir narsani tutib chiqqanlar, maydonga chiqqanlar bo'lsin, qurolli harakatning gapi chiqsa, darhol buni qarshi turadigan bir qism kishilar o'tirib chiqdi. Bunga nisbatan siz qanday qaraysiz? Ya'ni qonun bilan qanday bog'liqli bo'ladi bu Uyg'ur armiyasi, Uyg'ur askari va Uyg'ur qurolli harakatini? Rahmat. Bu savollarga javob berishdan burun oldidagi bir necha savollaringizga bir izohlan berayman. Bazı bir teşkilatlarını iş kılanmadı dep ayıplayımız ve bazı bir iş kılganlarını tebriklayımız, maqtayımız. Doğru, hak vermez sizge. Ama bir yerde bir neresi var.
bizning bu xalqimizning tushunmayotgan bir narsasi bor. Masalan, bir eshak harosini sen mashinaga o'xshash tez mang'anmiding deb ayblashga bo'lmaydi. O harvaydigan urib ketsak to'g'ri bo'lmaydi. O eshak zoti shunchalik mang'adi. Ya soatiga 15 kilometr mang'adi, ya 20 kilometr o kadar. Chiqib. Demak, bu misolni ishkaltidan desangiz, bu yerdagi bir narsa bizningki tashkilotlarimizda bo'lsin va xalqimizning ichida bo'lsin, mishadagi bir qonuniy bir hukmdan xabari yo'q. Buni asli tashkilot qurganlar berish kerak xalq uchun, to'g'ri so'yladi. Masalan, men bir jamiyat qurdim. Bu jamiyatning vazifasi Uyg'urlarning navbatdagi siyosiy ahvolini dunyoga anglatish. Dafsat o'tgan kishilik huquqlarini dunyoga anglatish. Men shu orqali ba'zi bir davlatlarning azroq iqtisodiy pullarini elayapman. Xitoy kommunist hokimiyatining zimin tutunligiga hurmat qilish ahdnomasini tuzgan davlatlarga berib, men mustaqillik desam ishni oshmaydi ekan, shuni biz self determination, ya'ni o'z taqdirini o'zi belgilash degan bir prinsip bilan beryapmiz. Xalqim, bizning qila oladiganimiz bu. Ammo yuragimiz yangi shu vatanni ozod qilish desin, ruxsat. Lekin bu yerdagi bir xatolik nima desangiz, mushu o'zlari qilayotgan ishni shuncha cho'ng ish. Bu Uyg'urlarning kishilik huquq, inson haqlari, mushu da'volarni navbatdagi lager, mushu xalqimizning ishki bag'larini ichib setish, bolalarimizni ishkirlarga yetkash, ularni boshqa millat qilib yasab chiqish degan erkak qilganchilik ba'zi bir ifodalarini anglitib, mush Amerika hukumatidagi qonunlarni chiqarib, Xitoy hukumatiga qarshi kuchli bir harakat qilish bu oson ish emas. Bu yomon cho'ng bir ish. Bular bundan faxrlanishning o'rniga qandaqdir haliqi mustaqillik degan narsani o'zininki nizomnomasiga kirgizolmaganligini yushirib, xalqqa bu qilayotganimizdan hammasi shu, biz sening birdan bir vakiling deydi-yu, ammo uning nizomnomasida u yo'q. Ama biz degandek bu xalqlarning Uyg'urlarning oldida mangandek qilgan bilan u yana biz degan mashinada kapolmaydi. Chunki uning unda bir motori yo'q. Men buni demoqchi. Endi xalqimizda bir qonuniy jihatdan bir angsizlik bor. To'xtatdi. Ma tashkilotning vazifasi ma'okan. Bu faqat millatning madaniyati, urf-odati, bu dini, bu jihatlardagi kamsitishlarni, bu jihatdagi ayrilib qilayotgan huquqlarni izlaydi ekan. Shunga biz bularga bu bo'yicha muomala qilaylik deb ularning shu qilayotgan ishiga baho bersak, albatta tashkilotlar yaxshi qilyapti. U chog'da biz bularni yomon demaymiz. Hani bir yerdeki sizin ilgili sorularınızı bergen cevabım bu. Demiş katsanız bunu dedi ki ben xalqimga deydiğim, ben uzun yılmış dava içinde yürüdüm. Hani bunu bir enklap güreşke aylandırıp izledik. Benim bunun tecrübem, ben bu davet kılım. Biz her kandak bir teşkilatka özünün kılalaydıgan, iş kılalaydıgan fonksiyisi boyunca baha vereydi. Biz o kampak tuşluk Kırgız yok deyip, o küçük bir teşkilatla kılanmaydıgan işlerini ulardan talep kısa, işte disappointed, işte ko'nglimiz yerim bo'ladi. Shunga tashkilotlarimizdan bir xil inglizcha honesty, uyg'urcha bir rostchilikni talab qilmay, mening qila oladiganim bunchalik. Ammo biror muxbir kelsinda, "Hey, falonchi, sendin ma'o davlatning xalqi, sening millatdan mustaqillik talab qildi ekan. U Qur'onlik kurash qilamiz aytdi bir qismini. Sen qanday qilaysan?" Hey, mening qildigan ishim Uyg'urlarning kishilik huquq, inson haqlari. İşte ma'o Ablajonning karti yoki To'xtaxonning karti Maladın sonra deb ularni bersa. Biz bu kishilik huquq haqida biraz savol so'rasa, mınjik adam tutdi deydi. Lagerlar to'xtatdi. Buni maxsus qildigan bizning tashkilotlarimiz va tutama uning karti deb biz berib, biz bu yerdagi bir-birimizni to'liq qilsak bo'ldi ayblashning o'rniga uchun. Shu chog'da ma'qul bu. Hamda hozir xalqimiz bu WhatsApp'larga ben kirmayman odatda, bir narsa kirib qoldim yaqinlarga. Men nimani his qildim desangiz, butunlay ayplash. Bu onu kımdı, bu bunu kımdı. Ma'nı kısıldı, anı kısıldı. Ay davet kalırdı, kılarsınız mı geçmedik ya? İşte söz davet kallar. Yakın mesela bir yakışı bana biz Uygurlar Cumhuriyetçiler Partisi'ni kurup ben izçil davet ederim. Bugün ben sizin gibi diyen ben esnafı varken müşkettim ki interview'e kim halis çıksın der. Çünkü ular benim sebeplerim çıkamadan da onun için ularını çıkamadı o demeyim. Ama demek ki onun ben şahsen uçuk. Her kandak bir kişiler bilen bir üstlerinin üstüne gelip zade özümüzden kılalaydıgan
şu hareketini, kolumuzdan keldiğin işlerini özara değişip bir-birimizge yol verişki ben tayyor. Şu çağda mağdur bu. Çünkü hazırki benim işimde Hüseyin Çalışkan efendim hazır bu davanınki aldık ittifakalla benim işimdekiler. Biz usuncılık ağıyla birbirimizle obdan bilişimiz. Ben bir yerde işkimin sınır atmak istemez. Bilisiz. Halkımızın bildiği benim çırağımı kadar ben demek mağada falan çok tenkendir. Bu yıl ben 55 girdim. Demek bizden işimizdekiler hazırmış. Tüm taşkı dünyadaki bağımlılık teşkilatla ve derneklerinin üstün tutuklu. Bizim ağabeylerimiz usuncılık özara münasebetlerimiz var, şahsi adaletimiz yok. Bir yere yığılıp bu milletin ahvalini hakiki ve teberber olsak biz bunu benim kılaydığım mançılık, sağını kıl, senin kılaydığın mançılık, ben bana kılay deyip biz özara yol versek minatçı böyle kılanmaydığı mesele emez. Ama ben bu milletin gururunu düşürdüğün herkanda adalet karşı ben. Ben Xitay Komünist hakimiyeti kadar karşı olsam benim milletimni sundağın, benim milletimnin gururunu tekki adamlarına ben şunca karşı. Çünkü bir millet gururu bilen yaşaydı. Elimi bizden gururumuz depsende olap bir yere bağdı. Kan, bak yüreklerimiz lak olup gitti. Bir insan 21. asırda kandak götürdü bu korlukunu, kandak batkızatımız içimizde. Onun için bu milletini uygatmamız lazım. Hem de namaş kılış sonra. Namaş kılsın, kuş göstersin. Ben buna karşı emez. Ama namaşlık kılıp, koçuları çıkıp, netçimler çıkıp, Xitayning konsulluğa qarab, vaqirab, jaqirab, uniki mening derdim chiqdi deb uyga kelib uxlab qolsak bo'lmaydi. Buni biz uyqu doğrusu yoki bir chekimlikning o'rnida ochchig'imizni, g'azimizni, stressimizni bosadigan doriga aylantira olmaydi. Bunda deganligim men namoyish qarshi turganim emas. Ammo bu namoyishni bek taqdir o'qib ketsa, bu ayada qildigan cho'ng inqilobdan xalqni chekindirib demoqo. To'g'ri. Xalq g'azini bir yerga chiqarish kerak ukan. Uning g'azini apirib aqmaydigan bir yerga buroq to'kitib, xalq berib uxlab qolmasin. U namoyish haqiqatan muhim. Ammo u bizning da'voning, bizning inqilob kurashining eng kichik bir varianti, bir partisi u. Bu namoyish degan kimga eng muvofiq? Demokratik davlatlar uchun pek foydali. Ular namoyish qiladi. Agar olinsa keyingi saylovda o'ylanib tushirdi. Biz namoyish orqali Xi Jinpingning vazifasini etash etalandik. Yo'q. Unda bo'lgandan men namoyish qarshi emas, ammo uni hammasi qilib olmayli. Bu yerda yana bir narsa bor. Qon to'kishimiz kerak. Dushman bizni qurolliq qilyotdi. Bizni Uyg'urlarni besib olaman. Men uni dövlətdə elib olaman deb bir şuart olurdu. U berib shuni qilyotdi. U uniformlarni kiyib berib bizning xalqimizni, fuqarolarimizni yutiryotdi. Ha? Unda bizning xalqimizni qo'li qurol elib, uni o'ltirishga bo'lmaydi. İngilizce self defense deydi. Kanuni atalgı var. Self defense degan o'zingni qo'g'dash uchun sana qarshi bir odam pichoq ko'tarsa, sen uni tiqaysan, Amerikaning qonuni sot yo'q sana. Bu demokratik normal davlatda bu. Bizning xalqimiz xuddi u uniform kiyib, askar bo'lganligi uchun, uning bir hokimiyati bo'lganligi uchun u kelib xalqimizni qirsa bo'ladigan. Bizning xalqimiz uning qarshi o'zini qo'llash uchun uni o'tasa bo'lmaydi-ku. Biz şehitlerimizge hainlik kıldık. Biz aşağıda canını, hayatını bergen mevkaran, isil, kahraman oğul kızlarımızdan düşmanın okundan aldığımız öldüğünü bilip ölgen kendaşlarımızga nümus kılmaya çetelimiz onu yüşürüp onu Xitay yasap çıktı. Ha? Bizim Uygurlarında kılmaydı. O senin Uygurlarını bir hakikaten dumanat üstüne çıkmaz demiş kılmamı gıday. Düşman kelip sizden uyangi çıkardı o. Tüpraklama baskınına azda be. Erkeklerimizi tutup sulap. Anı sırlarımız, kızlarımız ediraya Xitay'ın meynat erkeklerini ekip yapıp uzattık o. Kalayımıyla koşuldurum. Çıkıp o kızlarımızı o. Tibetlerden bu şu Çinkengo diye Xitay, Tibetli verip Muştah'ın siyasetini koluna diyetti. Atmadı o. Mağduramadı yerde. Dünyada Çin'inge azara beydiğen, kan çıkıştın korkudu dep atalgan bir Tibetliklerge işlemigen siyaset kök böğürden avladı. Ahıt o olaydıgan, at binip kış yapıdıgan bu milletki işledi. Demiş ka? Bizden psikolojimiz bozulup gitti. Milli gururumuz öyle gitti. Şunun için taşkı dünyadaki bizden varlık teşkilatçı ve ziyalarımızdan milletin gururuna bek ehemmiyet verişini iltimas kılıyorum ben.
Ben bu 5 yaşında tatıp 40 yaşımda okudum. Eğer ben ziyali olmasam kancı kişi okusak onu dedi. Ben 5 yaşında yesliği kırgan olsam Amerika'ya gelip ben 41 yaşında mektep tutardım. Direkt okudum ben şunu bıçağı. Ondan sonra bir Uygurlar ziyalisi de bakayım. Ben cevap verip bakayım size. Uygur asker kursa buludu. Xitay bilen Kur'anlık küreş kısa elbette buludu bu bizim hak hukukumuz. Bana bu bir ziyalinin cevabı. Benim hoşum milletin bir ziyalisi. Şuna bazı bir ziyalılarımız çıkıp bundan nesleri buludu bulmaydı da ya ki cevap vermeyi durursa madem çıkıp okuğa derken bir işini bilirdi. Şunun karısa, şunun karaganda biz Kur'anlık hareket kıssak doğru mu gidek dep alınıp kalmalar. Manda ziyalisi var bu milletin. Yani abaysız degen nayet yaxşı gep oldu hazır. Abaysız degendek muş teşkilatlarga, şahslarga biz avval isim koyuluşumuz, onunki nemiş kılalaydıganlığını bilirişimiz gerekken. Şunda bombaga vaqtlılam ya çoğun ümit kütüp gidip, onundan ümitsizlenip kaldıgaç çıkıdiken, tıllaydıgaç çıkıdiken, ya ki olmasa çoğun körüvilip, onunla ümit bağlap ki yana pişman kıldıgaç çıkıdiken. Onun için bugün en yaxşı yeri chet ellik teşkilatlarının kimning nima ish qila oladiganlik aniq bo'ladi. Dünya Uyghur Qurultayı nima ish qila oladi? Ma'rif teşkilatı nima ish qila oladi Turkiyadagi? Ulamolar nima ish qila oladi? Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi nima ish qiladi, nima ish qila oladi? Undan keyin bu Belgiyada qurilgan Cumhuriyetçiler Partisi, Şarkı Türkistan Cumhuriyetçiler Partisi nima ish qila oladi? Hammasi aniq bo'ladi. Hem rahbarlarimiz nima ish qila oladi, aniq bo'layotgan mush paytda biz ularga kimligini berishimiz kerak ekan. Shunda bo'lganda bu xatolikdan tugaydi ekanmiz. Ya'ni o'shuq masalan kishilik huquq da'vosi qiladigan tashkilotni biz mustaqillik qila oladi bizni deb tushunib oladigan yoki mustaqillik da'vosi qiladigan tashkilotga kelib sen nima ish kampini taqatmaysa deydigan işte her xil tushunchalar o'tirg'i chiqib ba'zidek biroz qalayimqonchilik masalasi chiqadi ekan. Undan boshqa bu qalayimqonchilikning ko'pinchisi WhatsApp topida bo'ladi. Biz burundan deb o'tib ketdik. Facebook nimalarni suratlik bo'lganligimiz uchun Xitoylar shal qilinmadi. Ya'ni chiqiblan bir Xitoyning adimi o'zining surati bilan o'ziniki ig'zi bilan qilinmaydi ekan. Surat bo'lmagandan keyin kishilar ishonmaydi ekan. Bu yerda taqa oz. Ama WhatsApp topida ovoz bilan bir yil taqib o'tadigan fitnani, fasodni yoki yolg'onni va yoki shundoq millatni ayblaydigan yo yo'q yerdan gap topadigan ishlarni bunga qarindoshlarimiz bu nimaga tushib ketib qoladi ekanda. Buning uchun bu WhatsApp topida bilinmaydigan, surati yo'q, ismi yo'q, jismi yo'q odamlar chiqib gap qilsa, butun qarindoshlarningki bunga diqqat qilishni so'raymiz. Aslida 2017-2018 yillarda 20-30% WhatsApp topini Xitoylar boshqargandi. Mening aniq isbotlarimiz bor. Yani chet elda bir sistem qurib olgan WhatsApp davomli Xitoyning odamlari WhatsApp to'p qurib, o'rtamni kontrol qilib olgan gap so'zni. Facebookni unda qilinmagan va yoki Twitterni unda qilinmagan. Ammo bugungi kungacha buning qoldiqlari WhatsApp to'plarida bor. O'zi yo'q u odamning nerede yashaganini bilgilolmaydi. Mana mush orqali xalqimizga shu fitnaningki nimasini tugatmayotdi. Buningga diqqat qilishni so'rayman va yana so'zni sizlarga beramiz. Kanuni cihetten bugünkü sohbetimizin en ilmi, en ameli, en real ve hal kılgıç karakteri hazır sualımda buladı benimki. Kanuni cihetten Uygur askeri armiyasını kuruşta kandak deliliniz, kandak ispatınız yoki ilmi paketiniz var, buna oturup koyarsınız. Halkımız bunundan bir kalbe emin tapsın yani. Rahmet çıkar. Onu dişten buraya ben bir nersini kıstırıp ötekte eğer doğru görüyorsanız. Hoş. Siz anlayın dediniz, halkımız şu hazırki teşkilatla otursun ki ittifaklaşmadı, bunlarda birlik yok, bunlarda iş yok, teşkilatlar hiç iş kılanmaydı, degendek bir endişeler nayet köp oldu dediniz, nayet bundan kulasıldınız. Çünkü halkımız ular kılanmaydıganını arttı. Ama teşkilatlarımızda ayıbı nerede degen çağda? Bularga bir tavsiyelerim tesemez. Nizam namusunu yazıp Uygur tiliga tercüme kılıp bütün websaytlarga, torlarga takip etsin. Halkımız onu köysün. Demek manda teşkilatken bu manda işini kıldıkken digenini halk anlasın, yuşamasın. Numus kıldıgan iş emez. Benim tavsiyelerim ularını keşke tillap otamay bir sual soranlar. Nizam namını
biz bildiğin tilde tercüme kılıp websaytlarına, toplağa, Facebook'lara sal, biz göreyli de şart koysun halkım bugün lan. Hemimiz göreyli. Bizim turup da websaytımızda urp.us.org diye websayt kırsalar bizim Facebook turuptu. Her kanda teşkilat özün nizamnamesini hiç yuşamay websaytlar koysun. Bunu bu Uygur tilde. Antikin halkımız onu görüp ma saatlik 50 kilometre çapı diken, ma saatlik 200 kilometre çapı diken, ma uçu diken, ma mana diken, ma ömüle diken dep halk özü şunu karab ömülgenini çaptı mısın, çip batkanını uçtu mısın, hem nersini özünüz doğru yolu özününki iktidarı boyunca muamele kılsın. Sudumağadıqalları kollaqları sudumağsın, maşallah yedimağsın, ayıplarla asmanda uçsun ama hem dersiniz özünün cayida uçmasa, özünün cayida üzmese, özünün cayida mağmısın baydı. Yani biz kopap ben bir kollaq durup özünni hem uçumen, hem çapımen depme, hem bir kardeşim halkını aldırsan doğru mu? Şuna bugünden tatlı muşu kıtım ki interview'den ki lan halkımı bedenen tatlıdım, bütün teşkilatlara aşkara katizip nizam namalarını Uygur tılıda ve Rusya'daki kırındaşlarımız okalaydıgan yazıklarda derhal takıtınlar diye iltimasını kısın. Şu çağda bunu eskileydi o. Bunda bulmuşsa tükümeydi o. Mişe hazır müşkiranımızla ben bunu ilan kılıp ötey. Yani bütün teşkilatla Dünya Uygur Kurultayı, Şarkı Türkistan Mağrip Hemkarlık Cemiyeti, Türkiye'deki Ulemalar Birliği, onundan başka Cumhuriyetçiler partileri, iki tane Cumhuriyetçi parti var, Uyguristan ve Şarkı Türkistan. Onundan başka Yaşlar Kurultayı, Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı, onundan başka bir kanuncu teşkilatlar var. Benim hazır emis yadımı kep bulamadı çünkü teşkilat köp boğalık için. Sizler nizamnamanlarını Uygurca kılıp, Torbiktinlağa, Facebook'unlağa, Twitter'unlağa koyanlı ki Uygurlar sizlerin teşkilatınlarının nemiş kıldığanlığını bilsin ki ya oşuk ümit bağlavanmısın ya ki kılanmadı da ağımızdan yapkınmısın halkımız. Yani kimlikimizni, teşkilatının kimlikini halkımız bilsin. Benim şahsen bu stüdyomuzdan ki bu televi. Rahmet. Söz sizde. Ona dikkat, ben sualınızı atlap geçip ana cevap verdim. Mümkün bu sualınızı tekrarlar mısınız? Yani Uygur armiyası, Uygur askerini kuruş meselesi de şahsen ben yakın bir ay içinde biraz ümitsizlendim. Yeni bir tema, el kuluğuş tema, real ameli hareketini çıkaran çıkış için bir Uygurlarının içinden bir armiyani biladigan, askeri bilimni biladigan bir şahsını izlep, şahsen ben tapamadım. Orta Asya'da Türkistan'daki kırındaşlarımızın içinde bakken ular bilen alakalaştım ama nait aslı buluvatı da alaka. Bunundan ümitsizlendim. Yani Uygur askeri bilimini biladigan chet elde baş şahslarınınki nait az ekanligi, hatta yok ekanligini ben şahsen menemdi. Belki bazı bir şey mükevvagandı ya aram elevatkandı ya ki işkiranı çıkıs gelmegendi. Eğer bildiğin kırındaşlar olsa kelgüs zamanlarda bunu bu armiye bilgisini biladigan kişilerin işkiranı gelsek buldu. Menin sizden soraydigan sualım bu Uygur askeri armiyani kurallık hareketininki golu boğan bu qo'shinni qurish uchun qonuniy qanday isbotimiz bor, qanday dalil bilan biz buni qurib chiqamiz? Rahmat ukam. Ben bu to'g'rida şu 2 yılın oldida bu partiya qurilishdan burun ben bir saatlik bir leksiya so'zlab ben şu chog'da qonunning bir modellarini müştaq bir highlight qilib men tushundirgan. Hatta Uygurca qilib tushundirib berdim. Bu yerda bir qancha qonunlar bor, xalqaro qonunlardan. Onun için ben en mühimidir biri de bu international public law deymiz. Yani xalqaro ommaviy qonunda tashqi dunyodagi şu sürgünde yaşayotgan millatlarning toplashib exile government yani sürgün hükümetlerini partilerini kuruş ve onu kuruşga qo'yilgan xalqaro
kanunlardaki şartlar belirlengan. Ona birisi çokum aynı vakitte şu devlette boğan devlet rahberleri chetga chiqqan bo'lishi kerak. Bu narsa bizde bir millet süpsidi var ama bizdeki aynı vakitteki rahberlerimiz ayrılan vakasida o'zingiz bilasiz bu suiqasdga uchrab ular tamamen qazo qilingan. Onun için unda bir şaraitimiz bo'lmadi. Hem bizden bu tashqi dunyodagi sürgün hükümetini qurish ishimiz jiq kechikib ketdi. Ondan keyin qurilgandan keyin bu Xitoy Komünist hokimiyati bu sürgün hükümetining nihoyat ko'p ish qila olganligini bilgachga uni ichiga har xil usullar bilan odamlarni kirgizib suiqasd qilib ziddiyat tug'dirib mana bugungi kunlikda biz Sharq Turkiston sürgün hükümetini 5-6 parchalab o'tadik. Aslında unda bo'lmasa bo'ladi. Bu bir biz uchun bir cho'ng yo'qotish. Endi shuna da şu kanunda belirlengende bizden tashqi dünyada asosiy qonunlarni tuzish, partiyalarga uyushish, askar qurish va yetishtirish. Undan keyin bu askeri ofitser maktablarini qurib, ularni yetishtirish. Fakat bunun birden bir sharti adayman degandek biz ma'lum bir irqqa yoki bir dinga qarshi emas, aksincha haqiqiy qonunsiz vatanimiz tuprog'iga tajovuz qilib bizni besib olgan shu qonunsiz hokimiyatni qo'llab chiqarish uchun foydalansak, albatta xalqaro qonun bo'yicha askar qursak bo'ladi. Xalqaro qonunlarga uyg'un. Endi bu yerda bu unda bo'lsa bunchalik bir oddiy narsani nimishqa boshqalar bilmadi. Ablacan sizle bilip ablacık başkadan demiş ki bilmeydi deseniz berdiğin cevabım. Belki bilmezliği mümkün. Belki bilgen bulsun mu diyemeyken buluşu mümkün. Ama ben değil abi. Ya böyle kanunları tayinip, materyalları tayinip dağıtma üzerine içinde uydurup çıkamadım. Şendise hazır hemimizin koltuğu Google var. Kırıp da Google kıpaksın. İgzali government'le asker kursu bulamdı. Bunun kadar bundan hem bir nersini ben bilip hak bilmeyken cihan tüketketti hazır. Hemimiz götürüp de kolumuzda telefon var. Eğer hazır olursa Uygurca tercüme kıldığın software mi var? Bunda tülpünalarını ekilip, bunda tutup tutsanlar, aşketini kösetsen Allah'ım Uygurca'nın İngilizce Uygurca tercüme kıldığın etlaba, şürünalar tülpünalara. Şuna bir yerde hazır Türkçelikimiz yok. Gerçi bek %100 tercüme kılaması mı? Ben işitip görüp baktım. Herhalde 80% yakınlaştı hazır Google'nınki iktidarı Uygurca tercümesi. 75-80%. Demek bir maksatını düşündürdüm diye. Şuna demek ki oğlum bu bir sır emez. Hem de eğer biz hazırki Birleşken Devletler Teşkilatı'nı misal alsak mesela. Xalqaro qonunlarni e'tirof qildi-ku, yine qildi. Eğer qilmagan bo'lsa, o'chada bu Uyg'urlarga askar qurish huquqi yo'qmi? Ben shunda jakalaymanki, xalqaro qonunlarni bizga ruxsat qildi. Ruxsat qilmagan taqdirda qurish huquqimiz var bizning. Ruxsat nimishqa deysiz? Sebebi dünyanın siyasetini belirlenmiş Amerika hükümetini bir misal alsak, Muşimu Angliya xanlığı tarafından ölümge hüküm kılıngan bir qancha qaroqchilar tarafından kurulgan devlet mi bu? Bugün dünya hükümranlık kılmadı. Amerikalıklardan açık yapkan mısın? Hem de qaroqchilar. Bu bir hakikat, bunun açık gelmeydi o. Ben rasında anlattım ya. Şu çağda bulanı, bu Amerika'daki 13 state'den reprezentleri, vekilleri mi? Pensilvanya'ya yığılıp kandak kılan desiniz, biz Angliya'yla küçük uğraşmayla, bu da tekstilimize dönsek döneyli, bununla kan tükmeyle deydi. Bir kısmı deydi ya, müstakil olumuz deydi. Şu çağda bu kan aldırıp gidip, buna kararı iliştirmiş birkaç gün burun, bunların hemisi çıkıp ayrım ism öldürüş buyruğu düşürdü. Şuna böyle buna ya ayrım ölemdik, ya birleş devlet kurablıkta birleşini buna. Demek ki oğlum, bunları başka bir milletin yerini tartıp algandan keyin bir hakimiyetini ağdırıp taşlap devlet kurgan bir dünyanın siyaseti belirlerken Amerika'da yaşatın mecbur 5 yıl oldu. Demek ki oğlum, xalqaro qonunlar bunu maddelerini bekitip beripti bu ruhsatni. Beğenmişsiniz bizden kuruş hukukumuz var demekçiler. Çünkü bir hakimiyetini siz kurup ilan kılgandan keyin onu dünya tanıydı. Hergiz siz kirip devletinizi azat kılmay turup Birleşken Devletler Teşkilatı'na bunda bir devlet kurmak istedim. Şimdi bir bayrağımda bir takap vereyim size. Desem aldı bilen kurdaydı. Ma bir yana gap oldu mu bu?
Şurada bu kadar o Yani avval devletimizni qurib olgandan keyin andan o dunyoga uningdan keyin e'lon qilindi. İşte bunu dendi. O kurmagan devletke, tek eslik keltirmegen devletimizge bizden 1944 yılı 33. iki kıtım devlet kurgan tok. Şuna müstakilligini itiraf kılıp bizden vekillerimizle Birleşken Devletler Teşkilatı'na New York'a eke desek ağlamda ya. Ağlamaydı. Eğer onu ağladık Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bir acizliği şu ki Efkan. Ularda kanun çıkırış hukuku boğamıyla icra kılış iktidarı yok. İcra kılanmaydı. Bu halkaralık kanunu bana okugan. Bunun en çok ayıp şu. Mesela Xitay karşı bir resolution, bir kanun, bir karar makulledi değil. Xitay boysunun istiyor. Hal kılalanda yok. Onu hal kılış uyatı tutsun. Bugünkü günlükte tüm dünyanı kartıp koyup durup milyonlarca halkımızı lager sulap öldürüp atkan bu Xitay cellatlarını bu kadın dünyanın kişilik hukukunu kovdaş mahkemesiyle ekildi. Benim kan. Mana biz Şengen Birleşken Devletler'in ahvalı bu. Xitayni. Bir yerde bir haksızlık var ki bu dünya karakterli bir haksızlık var o. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı kayışı yüzüyle numus kılmayı. Aşındak bir Xitayni bugünkü de dünyanın kişilik hukukunu kovdaş komitetinin azası kıldı. Ben ona verdiğimde cevap edilsin. Kudde kozunu ekilip ben barınam işim batırıp balam karaptı deyip bir sağlık kozusunu böğrüge tapşırıp koygandaki iş kıldığını döndüğünde. Mana bizden bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ahvalı bu. Ondan olsa neymiş ki bunda da bir muht sözep gitse gitseniz demek ki oğlum bu milletin takdirini hal kılış bizden kolumuzda. Biz özümüzün gücünü salgalamaylı. Bir millet bunu sütümüzden biz uyuşaylı, birleşaylı, ittifaklaşaylı, hemkarlaşaylı. O digenlik birbirine kucağına bürüydü. Yat digenlik emez. O zaten bir milletçi bunu sütün. Hem milletle ekilip bir muhabbet eden bilen birine uklaştan orunu yapıkan. Bir yerde, ideyede, kalıpta, bizden gururumuzda vatanın müstakilliğinin ibaret bundan bir yüksek gayipsini birleşsek biz kudu bir öydetkan okşayız. Bana bir ustazım şuna digen. Milletçilik kılıç o milleti kucağına istigellik emezler. O digenlik biz bunlarla badikarlık kılıp çay oynap o bir kata çaylarını oynap birine oturup birine tamak yiyecek biz milletçi olan bulmayız. Bir yerdeki gap bizden kalbimiz bir olmak lazım. Biz ilgilenme cıhtap ketken fikam sizge. Yani sen yani şu gap. Ben yeni bir kıtım tekrarlayayım. Allah bizni yaratmışçı. Bütün kainatını yaratmışçı. Sizce bu 5 kolunu 5 parmağımız ne? Bunda bir kılıp yaratanması bitti. Elbette yaratıldı bir şey yaratamadı. Özü yaratkan tutsa bizni. Lakin demiş ki 5 parmaklı berdi. Bu 5'i 5 kıl hareket kılıp kan. 5'i 5 kıl hareket. Ama vakti geldi bu jıkılıp bir muşk aylındı. Bunu jıkıdıgan neyse abaya biz davatkan ideologiya şu. Manada kişilik hukuk teşkilatı, uçi, bu uçi de sanayili. Partiyelerim sanayili. Bu işte 5 hareket kılsın. Ama vakti gelince de buna bir muşurup duruyoruz. Bilecek oğlum hemen okşaş kişilik kıldı. Milletimiz o teşkilatlar onda yukarı baha koyulmaylı. Onda koyulanmagan dikin, koymagan dikin. Ona dikin kopap biz onun diginimizde kılamız deyip anda köngülümüz yerim buludu. Her teşkilat özününki hizmetini kıysın. Yani. Kısın koyap bireyli. Şu hizmetini kılanmagan çağda hey senin nizamana namadı ma bakken sen ma aşkanı istikensen lağma eğitimi de kesen gampen sattın kodusun. Bilecek oğlum bunların özününki şu dairesi de halk uladını hesap alsın. Bizim halkımız hazır bir adam özü kılanmaydıgan onun nizamlarımız yok nesini halktan sorap şuna kapırak kırmadılar millet. Onda kapı olmaydı. Gibimki kayıtıp gelsem biz abay resimlerini çıkarıp koyduk. Ama bizden Uygurustan Cumhuriyeti ve Uygurustan Cumhuriyetçiler Partisi bizden generalimizden akiyini tutup onunki ofislerine askerlerimiz giydirdiği formlarını layilavatımız mal kütüp çıkını dilekçoğunumuz asker kursak halkaralık kanunlar boyunca tüttün burudu. Bana bu benim cevabım. Eğer bulmaydı deydiğen bir adam olsa bana telefon kısın. Ya ki hazır halkarada Uygurlar asker kursu bulmaydıgan kanunun birini tepip hazır bir şey çatlak koysun ben yenilgen bulayım. Bunda iş yok. Yani askeri armiyani qursak buludu.
Elbette. Ofislerler bekliyor, asla bulundu. Askeri yetiştirsek bulundu. Müşkül olmayacak. Sizinki bu kanuni cihettin oturup koygan bu ispat karakterdeki ilmi materyal asasen kollardaki kağızını kösetildi. Bu kağızının içindekini biraz asli anlığım battı benim. Hayır, ben sizliklerden aşı Türkmen'den depmedim. Birisi taşkı dünyaya çıkıp İsrail governmentlerini partiyalarını kursu oldu. Bir. Asas kanunlarını tüzdü, saylamlar etbarıdı. Rehberlik merkezlerini kursa, partiyalarını kurup kursa, ular a'zo qabul qilsa bo'ladi. Askar qursa va askar yetishchisi bo'lib deydigan mushu 5 modda bor. Turibdi aynan. Xalqaro ommaviy qonunda. İngilizcesi International Public Law. Saçık baksın emmeyle. Yani partiyenin kol astıda. Meyli partiye olsun, meyli exile government olsun. Hazır bizden bu exile government yani sürgün hükümetindeki ahvali abi olgandikin endi bu milletke bir partiye ilgi çıkmak lazım. Yani sürgün hükümetindeki bunda Xitayning ciddi hujumu chiqib parçalanıp ketishlik sebeplerinden birisi armiya qurup olmasligidan ensirganlik bir mesele var mı yok mu sizin? Ba, elbette ba. Gerçi ula onu kurumuz dep aşkarı ilan kılmagan bolsun mu? Xitay men degan kanunu biliglik. Bu millet çok bizkin tapıdı o. Çok bizkin kılıdı o. Ya ki xalqaralıq vaziyet özgürüp Xitayni parçalaş to'g'ri kelgan chog'da herkes Amerika, Angliya o'zininki etibarlik bolalarni apirib bizga uyaga Xitoyni urushtirib qon to'kib bermaydi. Biz to'kamiz o qonni. Agar biz to'kmasak bizning bolalarimiz to'kish majbur o qonni. Bundan bilan bana da bu inqilab kurash degan. Yani sürgün hükümetinin içinde uzun yıl hizmet kılıp ne için sürgün hükümetinin içindeki vakitte bu iş armiya kurulmadı? Mesela. Rahmet bu sualınızga şu çağdan batıl iş ediyemem de uçakta hazırladım, akıllıktım, yaştım. ama neymiş kıdı? Biz iş kılanmadık. Şunun için ben uzun yıl durup yenip çıktım fikam. Hiç iş kılanmadık. Sebep? Neymiş kılanmadık? Sebep? Birincisi ben yerde karar verdiğim yukarı oranda turanmadım fikam. Ben Adliye Ministri oldum. Taşkı İşler Ministri oldum. Amerika Türk sözcüsü oldum. Rast. Mühim hukuklarını tuttum. Ama fikirlerini yolladık. Onu teslaydıganlar başka. Onun için Mahmudi. Hazır mala beni Uyguristan Cumhuriyet Partisi'ni kurup teklif kılgan çağda benim koygan şartım burunlu nurgan gayelerini emelge açılamagan bu ketim bana resmi şu karar belirleydigan benim fikirlerim doğru olsa akımda tutsanlar mı alın bu vazifini. Bunu anmayı bir defa aldım. Şunu ben hazır bunu size davet etmem çünkü ben bunu emirleştireleyim. Burun onu kılanmadı tutan. Onun için ben başkalarını eğitlep anı kıldım amanı kıldım sen doğru olmayın çünkü ben şu hükümetten çıtırıp kılanmagan diken bu ayıp mendimi dağıtkan. Rastçıl olaylı onunla millete çıkıp itibar etmegen diken ben mi daha bu hatalıklar içinde? Kılanmadı. Esnekleşip gerekti. Neymiş kıldı kılanmadı diken acizlik kıldım. Elbette. Allah razı olsun bu şu hatalık o meseleni ben bilmeyim ama şundak ben kılanmadım dep halkımızdan apo soraş karakterde hatalıkını tanışının özümüne ait çok bir fidakarlık çünkü hem teşkilat başlıkları reisler kıp olamaydı bu meseleni ama Allah'ın rahmetiyle yakından beri teşkilat reislerimiz bunda hatalıkını tanış meseleni obdan üstüge ile oturdu. Hazır sizge o generalninki kiyimini keygüzüptü resimde hazır çıkarıp koydum. Elbette bu şuarı bilen bombaydı. Ya ki ben kılalaymen deyiş bilen bombaydı ama çokum kılımen deydiğalla çıkış gerek sizge okşaş. Çünkü halkımız o kadar ihtiyacı var ki hazır şunu oylaydı ki bir lider çıkan olsa bir kahraman, bir kumandan çıkan olsa da keç gündüz ümit kılıp bazı halkımız bek ümitsizlenip gitti. Mesela bana şu Şarkı Türkistan'ın müstakilliği halkımızın azatlık için armiya kuruş doğrusunda, asker kuruş doğrusunda gap kılavatımız. Ama şahsen ben bugünkü sohbetininki körülüşününki bek yukarı bulmağanlıqdan biraz əpsuslandım. Ne için degende halkımız o kadar əpsuslandı, ümitsizlendi ki bu gapning jıqlıqı da bu gap kılındıken əmeli iş bulmaydıken degen ideyaga kep kaldı. Onun için sizlerdeki kişilerinki meydana çıkıp
g'arb madaniyati yoki g'arb falsafasi yo g'arb amaliy harakati bo'yicha men qila olmayman deydigan o'tgan qatim Biden degan odam bilan Trump efendi ikkalan men qila olmayman, Amerikani men boshqara olmayman, dunyoni men boshqara olmayman deb do'yliq tushdi. O'zi dedi. Uyg'urlarning ichidanmi mushundaq odamlar chiqish kerak. Men qila olmayman. Men bu ishni vujudga chiqara olmayman deb avval deyish kerak. Uningdan keyin boshdan qilishga tushgan vaqtida xalqimiz ishinib, u vaqtida umidlanadi. Masalan, siz bugun bir qancha gapni qillar, men agar qarindoshlarim mening keynimda turadigan bo'lsa, men buni qila olmayman deb chiqdim. Men buni qila olmayman deylar boy. Uning uchun biz hozir 50% ishimiz inshaalloh. Ertagin bir ishni shundoq qilgan zamat Ablacal Leyli Naman efendim. Shunda bir ishni vujudga keltirgan zamonda 70% ishini xalqimiz. İkinci ishni vujudga keltirgan zaman 90% ishini edi. Üçüncü ishni vujudga keltirib amaliy xizmat kirgan vaqtda madem o'tganda maishni qila olmayman da'vatgan edi, qildi. Allah razı olsun deb bütün xalq uning keyniga o'tdi. Amaliyotda xalqimizda hech gunoh yo'q. Nima uchun deganda xalqimiz reislarning keyinida, tashkilotlarning keyinida tura oladi. Ammo tashkilotlar, reislar xalqimizning keyniga elishda o kadar amaliy xizmatda mencha ojizga. Bu mening shaxsiy fikrim. Asl lider, qo'mondan bir ishni qila olsa, xalq avtomatik uning keyniga o'tadi, chunki ehtiyoji bor. Chunki lider va qo'mondan xalq uchun ish qiladi ekan, o'zi uchun ish qilmaydi. Xalqqa manfaat, naf, foyda olib keladi. Xalqqa hurlik, mustaqillik olib keladigan bo'lganlik uchun xalq avtomatik uni izlaydi. Uning uchun men shunday umid qilamanki, Allohdan so'rayman, sizlardek qarindoshlarimizning, akalarimizning, siyosiy rahbarlarning so'zga amal qilib, qilaman deganini qilishini, amaliy ish qilish bilan xalqning orqasiga olishini va qo'llovchilarni texnik ko'paytirishini, hatto inshaalloh buningga hammaylan amaliy ish qila olsanglar inshaalloh biz har qanday tashkilot rahbarininki, har qanday qo'mondonninki, har qanday generalning orqasida turishga bizning umidimiz bor deb qarayman. Alloh razı olsun. Rahmat. Bu yerda bir nima chiqib oldi, men mana texnikalik bir xatolik chiqib o'tdi, men endi tekshiruvday. Xo'sh. Bundaqda so'z yanılam sizlarda, miyada qarindoshlarimiz savollarni so'rashga boshlabdi. Bo'lsa qarindoshlar ham bahirlash knopkasini bossanglar haqsiz, bizni qo'llagan bo'lasizlar. Voy Husayn tajalli yo'qolib ketdi, nada nima uchun ekranga chiqmaydi degan qarindoshlar o'sha ham bahirlash knopkasini bossanglar inshaalloh men sizlardan xursand bo'laman. Biz pek muhim tema bo'lmasa, bundan keyin men ekranga chiqmasligim mumkin. Chunki xalqimiz gapdan bek zerikib ketdi. Bu gap qilmayli amaliy ish qiladigan temalarni ekranga olib chiqamiz inshaalloh. Shu ham bahirlash knopkasini bosinglar va savolinglar bo'lsa, gapinglar bo'lsa, fikr taklifinglar bo'lsa, naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi. Rahmat, so'z sizlarda. Qo'shimcha aniq aytib qo'yadigan gap so'zlar bo'lsa. Siz gapingizdan ayt yaxshi bir nuqtani o'tirib qo'ydingiz. Xalqimizda aybni qo'ysak to'g'ri bo'lmaydi. Men avval deb keldim, bu xalqning ro'yiga, uning g'ururiga tegishga men qarshi deb. Bu yerda sizning hozir o'tirib qo'ygan bir masala nihoyatda muhim. Shu tashkilot beshida turganlar mana shuning ichida Şonda şu partiya qurilgan chig'ida mening birinchi talabim meni iqtisoddan bekneri tutinglar dedim. Şuna bizning bu partiyaning moliya ishxonasi men bilan hech aloqasi yo'q. Mening bir tiyin pulni o'z oldim ishlatishga huquqim yo'q. Lekin biz tashkilotlarni qurdik, xalqimiz hayajon bilan ergashdi, qo'lidan kelishdi, yordamini qildi, lekin biz ularga to'g'ri javob bermadik. Ham beranmayapmiz ilgari bir parti. Mana manchilik bir narsa bergandan men uni plan to'qini ishlatib ta'sir emas. Biz buni xalqqa vaqt-vaqtida javobini berib, men mana va'da bilan chiqqandim. Buni manchilikini qila oldim, manchilikini qildim. Bu rostchil bo'lgan bo'lsa, menimcha xalqimiz bizni bunda tashib etmaydi. Hozir siz da'vatsiz bizning bu temamizga shunday kuchli bo'lsa-mu, ko'rgan odamimiz oz deysiz. Men bularga haq beraman. Çünkü ular deydi ki, yana bir quruqdan ketdi, bizni ko'tarib chiqqan o'xshaydi birsidir. Bu xalqimizni umidsizlantirgan yangi biz. Onun uchun mening yana tavsiyalarim
şu teşkilatlar ve dernekler meyli partiya olsun, meyli hükümetkiler olsun, şu hizmet üstü tuğallar bulunmuş iktisadi cihetten bir jirah tutsak, yani iktisadka arlaşmışsak, biz fakat fikrimizden keyinde tutsak. Mesela ben sizi bir yılın aldıda, iki yılın yakın vakitte bir iş kılıp gelemediğim bugün bir iş kılıp geldim. İnşallah ben sizi giden armiyanı kurup yani çıkın aldılarga. Bombası yarı çıkmayın. Bu benim vədəm olsun. Biz bu armiyanı kuruşan tayarlığını kılavatımız. İnşallah bu daim buyursa, Allah buyursa yakın kelgüsüde ABS'lik ögen kiyim bilen yenimga özlerinin forumlarını kiye adamlarını tutturup ya bir yerden verem bu interveni ya başka bir yerden verem. Çıkıp sinirlen ben başka şekilde burada. Kastım birlikte set taşıyıp başka bir şekilde görüşüne. Kudayım baksın yetkisi. İnşallah. Bir naqmaydan bir qerindishimiz telefon qilib qoldi. Shu qerindishimizningki so'zini anglagandan keyin adın suhbatni davom qilaylik. Assalomu alaykum. Xo'sh, naqmaydan hozir naqmaydan ulandi ovozlari. Qanday savol, taklif, fikr bo'lsa o'tirib qo'ysa bo'ldi, ovozlari yaxshi kelyapti. Avlajon, o'zbarta. So'zni sizlar bo'ladi. Tamam mı? Avlajon, efendim, sizni yaxshi bilamiz. Siz Cumhuriyetçiler Partisi'ni kurup, Şartürk'ün Cumhuriyetçiler Partisi, Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'ni kurup yaxshi qildingiz. Rahmet. Bir savol var so'rayman. Hoş. Sizningki shu bu nizomnoma og'riqi nishon maqsadil mustaqillik bu yaxshi biz xalqimizdagi butun dunyodagi muajiratdagi va vatanchilikka uyg'urlikka orzu ormini gavdlangan bir nishon bo'ldi bu mustaqillik. Biz xush bo'ldik. Shu tashkilotni qurganingizni siz shu Amerikada ustiga shu Amerika parlamentimi yaqin masalan aşağıya masalan besyo'nilgan tuproq yoki mustaqillik haqida parlamentlik görüşüp ularda qanday inkaslar bo'ldi bu haqda so'zlab bergan bo'lsangiz. Vay rahmet. İsminiz ne? Dilidiniz oğay. Kendisi baptı. Rahmet. Partimizden kurulganlığından hoş öpsüz. Nizamlarımızdan hoş öpsüz. Sualınızı verdiğin cevabımız biz Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi kurulupla biz Aksaray'a işkiyetin yetinimizni besiylangan zimin dep Amerika hükümetinden itiraf kılışı hakkında petition yolladık. Ama Xitoyninki vabası tüpeyli halkımız talağı aşkarı çıkanmaganlık için gerçi onun imza koyuşla acayip bombası mı? Lakin Aksaray White House'da məxsus bir işxan var. Şu petition'ki qaraydıgan. Aşağı qarab oturduğun bir işxanның adamları var muayş aldığan. Onun petition'ның sani 152 yetkildi ki lan bu otomatik halda şu Aksaray'ınki web saytıga publish yani ilan kılındı. Demek biz bu haqda petition'ni ikki qitim yolladık. Onu dikin yakında yana bu qitimki erkiy qirg'inchilik yana Xitoy Kommunist hokimiyatining vatanimiz tuprog'ini elib berayotgan bu qirg'inchiligini xalqaro qonunlar bo'yicha Amerikaning erkiy qirg'inchilik deb atashini iltimos qilib bir petition yolladik. Unda bo'lsa bu erkiy qirg'inchilik deb atsa nimishki uncholar hayajonlanamiz degan savolga javob bersak, bu Amerika hukumati erkiy qirg'inchilik deb atsa bu xalqaro kelishimnomalar va xalqaro birlikka kelgan ma'qullangan nizomlar moddalar yüzünden Xitoy qarshi bir kuchli bir harakat rasmiy bir harakat ilib berishga majbur. Uni to'xtatishga mayli qaysi shaklda bo'lsin. Shuna biz uni muhim deb sundik. Endi ular bilan ko'rishib biz mushu hozir mush to'patda degan askar qurish, Amerikada ofisirlar yetishtirish maktablarini qurish, bu haqda biz davomli materiallarni sunib turyapmiz, yo'llab turyapmiz. Ba'zi bir muhim odamlar bilan ko'rishib turyapmiz. Ammo abay bizda o'tib ketgandek bu Amerikaningki hukumati bo'lsin, mayli boshqa demokratik davlatlar bo'lsin, bizning bundaq bir askar qurish, Xitoy qarshi urush qilishdan bosh tortmaslik, davoni kurashga inqilobga aylantirish, bu zimin haqida da'volarimizni anglaydiganlar bu hukumatning ichida boshqa sharak odamlar endi. Chunki
bu devletden siyaseti ve ula Xitayning quruqlikda birga turish nizomnomasiga qo'l qo'ygan bu davlatlar toki Xitoy parchalanmaguncha u Xitoyni bir butun davlat deb qaraydi. Uning uchun bular bevosita bizning savollarimizga oshkora javob berolmaydi. Lekin biz bir yo'llar bilan biz o'zimizga muvofiq javob beradigan odamlar bilan ko'rishyapmiz. Shunga abaytib biz Hüseyincan efendimga va'da berdik. Xudoyim bir yaqin kelgusida inshaalloh sizning savollaringizga javoblarimizni amaliy harakatimizdan berishga Alloh bizga kuch-qudrat bersin. Yo'llarimizni o'ng qilsin, oq qilsin. Xudoyim bir sizning savolingizga bo'lsa bugunli javob berib, ajoyib hayajonlantirsam bek yaxshi bo'lardi. Ammo yog'anlardan sizga bir narsani deb sizga bir xato umid berib qo'ygan yo'q. Ammo yaqin kelgusida siz buning javobini abayqi Hüseyincan kendisimiz ko'rsatgan uniformlar va yenimda turgan boshqa azmatlarim bilan birlikda sizga bu savolingizga cho'qim javob beramiz inshaalloh. Rahmat. Allah razı olsun. Siz şu özünüzün bir kısaca kimliğinizin devetsiniz, ondan kim başka gap sözünüzü anlayın. Siz özlerinin kimliklerini bir devetsizler, abay soraşını unutup kaptı mı? Ben de Gollandiya'dan Tüzüncan. Rahmet. Başka sual var mı, tüküdü mü? İkinci sual var. Hoş. Tamam. Devam kıslamsa. İkinci sual, bayatım dedim, Allah'can program bu teşkilatındaki nişanı, məqsədi xalqımızın razılarlıqla qoşaldığı Amerika'da yine Uyghur Erkek Teşkilatı var, Dünya Avrupalı'nın tarmak şansı var, mesela Ömer Kanaat katırılan var. Ondan başka Amerika parlamenti hizmet batkan işki Uygurlu var, Uygurlu'na mühim adamlar falan işlevi de olayımız mesela. Allah canım bu teşkilatı ki şu az degende bu parlak nişanını u teşkilatlarımı kollap, yaxşı qıldığınız yapıda kollap, hemkarlık ortuldu mu, hemkarlık var mı? Ular kolladı mı, yaki ular üzünçlü kılıqlı? Allah canım üzün teşkilatının üzünçlü kılıqlı, bana ayrı iş kılıqlı çekildi mi? Ya hemkarlıkın var mı? Müşertli bir cevap egen bolsunuz. Olur, rahmet sizge. Rahmet Hüseyincan. Siz degende hazır bir Amerika'da bir neçe teşkilatlarda bularning ba'zilari bizdan kichik, ba'zilari mendibatlik. Bular bilan bizning nihoyatda chiroyli salom soatlarimiz, nihoyatda yaxshi bir ijtimoiy aloqamiz bor. Shuning uchun shu 10 oyning partiyamiz qurilgandan keyin o'tkazilgan namoyishlarda shu 10 oyning birinchi kuni Sino baxtga qarshi Amerikada 2-3 yerda namoyish berildi. Aslida unda bo'lmasa bo'ladi. Endi men bu shu partiyaningki vakili bo'lib sifatida bilan amalsiz ben her 3 yerdeki namayişga katnaştım. Hem katnaştım, berip ötem ataytan berip katnaşıp her bir sizin çaylık al sonra kaytıp geldim. Hem direkt yoğunumuz biz abay yukarıda dep ötüp kettik. Aldığınızı getirsincan biz teşkilatlara özlerininki hizmet kılış dairesinde muamele kılıp ularning qo'ldan keladigan hareketlerini talep kılıp eriş hukukumuz var milletinin, bizden düşündük. Biz nayet imkanlaşırlık ama ulanı hazırca bizni aşkara kollaşka ulan tıkı oturup çıkıp aşkara kollamadı. Minarca yakın kelgüsü hem kollamaydı. Sebebi nizamnamemizni anladınız. Bizim nizamnamemiz bir kadar güçlük. O digerlik ulanı diyemeydi digerlik emez. Ulan hazırca demedi. Şuna ulanınki nizamnamesi olunca belki bizimki de bir güçlük nizamnamesi var. Bir teşkilatını belki ulan partiyani, belki ulan teşkilatının hazır kollaşka amalsız buluşu mümkün. Ben ulanın hiç rencimeyim. Bu digerlik ulanın kalbi, vücudu bizimle birlikte digerlik emez. Ulanın mı şu vatanını azat kılış, müstakil kılış, halkımızı hür, azat, müstakil yaşatış arzusu var. Şunun için ulanın kolunun gelişçe inşallah gösterdi. Ama hazır emez, belki hile yakın geçer. Bunun için tekimi bu kullanmaslığı mümkün. Çünkü biz vakitine ötüşülen biz ulardan tekim jiraklaşımız. O degenim jiraklaşımızda bizlere bir ziddiyetleşmemez, hareketlerimiz jiraklaşıdır. Yani ular yani özlerininki nizamname çoğuca işlerini Washington etrafında kılıyordu. Belki biz çıkışımız mümkün jiraklığa, ketişimiz mümkün başka yaklığa. O degenlik biz bulardan kalbimiz, jildizimiz ağırlık emez. Hepimiz bir milletin ortak
menfaati ortak müstakillik için kuraş kılatımız. Şuna demek yoğunum, ular hazırcı kollashqa tekrar resmi şekilde kollab oturga çıkmadı ve yakın kelipsizde kollashını işenmeymen. Bunu dikin tekimi şunda. O digenim, kollaş digenim resmi bir official şekilde dokument çıkarıp biz Uyguristan Cumhuriyetçilik Partisi'ni manda teşkilat buruştumuzdan resmi halda kollayımız, himaye kılımız, birlikte işleyimiz degan narsani menimcha hazır ular chiqarish olmalsiz ham chiqaranmaydi. Shuning uchun biz abay ben özenmegen xalqimga o'rgatgan formula bo'yicha men ular qilolmaydigan bir ishni qilmaydigan deb ularni qiyinchilik qilmayman. Hem ulardan ranjimayman. Ama inşallah yakın kelgusida hammamizning boradigan yerimiz bir. Bu bo'lsa aşı biz mustaqilligini eslik keltirmoqchi bo'lgan aşı ana tuproq. Hammamizning mayli qaysi yo'ldan borayli, ba'zilarimiz aeroplanda boramiz, ba'zilarimiz eshak aroda boramiz, ba'zilarimiz piyoda boramiz. Qaysi yo'ldan maqsad mangayli, bizning boradigan hal qiladigan masalamiz bir. İnşallah yakın kelgusida cho'qim biz vatanda bular bilan uchrashimiz. Rahmet. Tusunca efendim, eğer sualınız tüken bolsa müşahede telefonunu tapayman. Rahmet. Bunda en ağır sualınız nemsi oturup koyun. Oldu. Buyursun. Ağır sualım, Ablacan xalqara qonun o'qigan, qonunni yaxshi biladi. Bundan 6 yil oldin şu huquq davosini rivojlantirib o'sha mevatganda bizniki Uyghur davası'nın yıldız'a tüprak davası, zemin davası, bu müstakillik davasıdır deb müşat temada çıktı sözler. Halkımızın kalısına açkan, nurgunluğun, yüzümel noktalığına aydınlaştırgan. Yakında Dünya Uyghur Kurultayı Uyghur Sot Kollegiyasını kurdu, hazırladı. Bunu da dünya devletlerine ittifaklaşıp, Uyghur tarafı duruş, onu da bir teşhiriş yaptırıp, Kudaylık teptiş beklemesinin işini mi var? O'xshashligiga tashkilish kuchi yuzi qiladigan qarornoma yuzi hukm chiqarilgan oxirida bu orqali Uyg'ur masalasiga bir yordam beradigan bir yaxshi bir bishoratlarni berdi. Men o'ylab qoldim, oldin qatimda G'ulom Osmon Yag'ma apandi xalqaro sotqanmish Gollandiyani Danqaqdagi xalqaro sotda iltimos arz sungan qonun tartibi bo'yicha advokatlar orqali advokatlarga topshirdi. Hamda Danqaqdagi xalqaro sot Kosovoga o'xshash ilgari mustaqil bo'lgan davlatlarniki ilgari kelib erki qirg'inchilik qilgan prezidentlarni jazolab, hatto tushbaklab hukm e'lon qilgan kuchi borki buni. Hamda Dunyo Urg'ultiyi Xitoy bu xalqaro sot tizimligi bo'lmag'achda riyat qilinmadi deb Londondagi Uyg'ur sot kollegiyasi deb yanada quribdi. Bu Uyg'ur sot kollegiyasining kuchi o'sha Danqaqdagi xalqaro sotniki kuchiga o'xshashmi? Ahırda hakikaten şu başta karar çıkıp Xi Jinping Katar'daki Uygur'da kırgınçlık falan cinayetlerine tüfeklerden küçük bağımı yok. Muşakta Allah'a efendim kanun yapsılgan ki muşakta bir söz etmegen olsun. Buludur, rahmet sizge. Rahmet. Bu menimki bu şu çeteldi xalqaro kanun o'qishdagi o'zimning uzunchilik orzusi buni uzunchiliklarni amalga oshiramiz deb men nurg'un nutqlarni so'zlab Xitoylarni xalqaro jinoiy ishlar sotiga berish, bu orqali nimaga yetalaymiz, Yevropadagi sotlarga berish. Bu yerda birdan bir masala bu Xitoy kommunist hokimiyati bu birlashgan xalqaro jinoiy ishlar sotiga a'zo davlat emas. Lekin uning bilan bularning ustida da'vo etishga bo'lmamda albatta bo'ladi. Yani ular dava açkandan keyin ularni şu sud hükmünü çıkarıp berip ularni tutib akirib jazolamanda menimcha yo'q. Balkim chet elga chiqsa chiqib qolsa tutilishi mumkin. Ammo u Xitoydagi bir muntazam askari va bir davlatga bular berib ularni tutib akirdik, unda xalqaro suddan texnik ijro qilish yo'q, iqtidori yo'q. Ammo bizda o'tib ketdik. Bu hatta Birlashgan Davlatlar Tashkilotida yo'q bu iqtidor. Bu resolution chiqara oladi, ammo uni enforce yani uni emniyleştirilmeydi, bu cihette acizliği var. Şu an sizin sualınız berdiğin cevabım, bu ikili hareketinin elip verilişi birbirine karşı da karmaylı. Xalqaro jinoiy ishlar sotiga berilgan davomni o'z yo'lida mengaversin. Yevropaga berilganini o'z yo'lida mengaversin. Bular hech bir-birisiga ziyon soladigan bir narsa emas. Xuddi bir tashkilot qilgandan keyin majim turibdi-chu, ma qilgandan keyin ajim turibdi-chu degan qarash kelib qolsak, biz xatolashimiz. Biz abay deganimizdek
her kandak teşkilatlar belki bir şahıs mı çıkıp özü dava içilmesin. Teşkilatlar tıkım şu. Şuna biz bulup bulmalı şunda bir kanuni meselelerde biz benim verdiğim bir advice yani bir halkıma verdiğim bir mesleğim ve fikrim. Bana bu şunda nazuk meseleler kelgen çağda biz bilmegenini bilmeyme deyişini ügüleydi bu bir ahlak. Bizden millette bir eğer hatalıkını gördüm o mendi mi bağ? Bir adam bizden bir narsani sorsa numus kılıp ben mani Amerika'da 20 yıl tuğandıkken bilmeyim desem mağdaş neymiş kıkandı yer dep kalmışsın dep ya Allah'ın bir narsani tokup çıktım cevap verirken bizde. Kudu biz anında cevap vermişsek biz dötüp kalmadık. Onda kımayla bu bir dötlük esli. Ona göre biz koyunu kasap öz soyusun deptiken biz her sahadaki Uygur ziyalarımız yetişiyordu. Biz kaç saat suallarımız olsa Minetçe şu sahadaki adamlardan sonra mesleğet ilip biz doğru bir yekün çıkaraydı. Şu çağda mesela hadi siz bende bu sualı sordunuz. Mine bildiren cevabım dünya bizdeki teşkilatlarımız tarafından Avrupa'ya verilgen dava bilen Halkaralık Cinayet İşler Sutu'ya verilgen dava bir-birisini toluklaydı ki herkes bir-birisine ziyan sanmaydı. Hiç şüpheniz olmasın. Bunları koyup bıraklar, kazık kısın. Bu olsa yardım kılayla arkada durup. Mesela ben Şarkı Türkistan, Uyguristan Müstakillik Hareket Teşkilatı'nın reisi koşunca biz şu teşkilat nameden biz ciddi karar edip bu Halkaralık Cinayet İşler Sutu'ya verilgen bu davanı kollaş hakkında biz bilişimçe 70.000 eurodan çıkarak pulunu yıkıp biz tapşırdık. Ben nasıl olan şu teşkilatları yıkıp. Demek oğlum bu işini uzun yıllardan benim kılıç arzuyum battı. Başkalar kıptı. Onu ola kolan ben opla, men kıldığanın ma kıptı. Yani bunun abroyu iş gider mi? Dep hesap kısak, uçakta biz milletçi olmayız. Bir adamga milletçi de baha veriş doğru gelse, o vatan milletinin menfaatini bir kelgen çağda barlık ziddiyetlerini, barlık aşı, uşak hareketlerinden hemmini unutup, hiçimiz bir mezgil. Vatan milletinin menfaati için hemmini unutup birlikte iş kıla alırsa, bu milletçi koyduğun baha bu. Şunun için biz bu davada Türk teşkilatlar ve şahslar ve onunla karab duruyotgan keng halk ommasının müşte meselelerde biz nayeti yaxşı bir intelligent yani bir seviyelik bir ilmi halde xulas çıkarsak. Gücümüz yetmese bilim ehlilerden soraylı. Mesela mine bir cevabım bu işkilisi nayet doğru işini kıldı. Her işkilisiyle kolumuzdan gelisi yardımımızda kılaylı. Düşmanın çetini kimdi kim bir tal yürüdüken o bizden kahramanımız. Mana bu bizden bir cevabımız. Onu bir çangal zulmapsa oldan kelgen Xitoy olgandiki nimishqa bir aqla tasdiqlab etmeden onu deb yana onun qo'ng'it etmaymiz. Bitta chechini julalagan bo'lsa-mu, ashun bizning qahramonimiz. Direkchi o'g'lim, dushmanga qaysi jihatdan qanchalik zarb berishimizdan qat'iy nazar zarbini berganimiz ular bizning qarindishimiz. Biz shuna har qanday tashkilot va shaxslarga ittifoqlashga har zaman tayyormiz. Agar u millatini sotmagan, vataniga xayrlik qilmagan bo'lsa. Allah razı olsun. Rahmet cevap vere aldım mı ki sualınıza geldim. Rahmet ben telefonla abay koşuluşup takadım ama hazır nek meydandan anladı sizin cevaplarını. Hoş. Ondaqda ben sualımı soraşqa başlayayım. Başka sualı bakırında nek meydandan telefon kısı buludu. Hoş. Yani Avrupa'da hem bir yıl mabeynide kurallık armiye yoki milliy armiya nomida o'tgan qitim biz milliy armiya deb atadik uni bir programmamizda men ishda atagan qanchalik to'g'ri xatolik masalasida keyin biz o'zimiz paranglashdik. Uyg'ur armiyasini tashkillash ovozi chiqqan va yoki bundan keyin chiqib qolishi mumkin. Bunda avval aslida chunki bizning tashkilotlarimiz va Uyg'urlarning ichida bir masala bor ekan. Bir ishni qilmaydi ekanmiz, qilgandan keyin uni doğrab chiqadigan bir alaydilik bor ekanda. Mush tashviqot sohasida naq maydon nimasini hech qanday yerda yo'q vaqtda studiyamiz qildi. Undan keyin nurg'un studiyalar chiqdi. Yana boshqa yangi ishlar bo'ldi. Undan keyin ham yana yangi ishlar chiqdi. Bu bir yaxshi avval, ammo
Uyghur armiyasini siz bugungi kunda o'tirib qo'yib qurma hemen yoki bizning tashkilot biz buni ma'lum qonuniy qo'limizda isbotlarni tayyorlayapmiz, hukumatga sunduq va sunish oldida turyapmiz. Turkiya bilan boshqa davlatlar bilan diplomatik shaklda bir munosabat o'rnatishga tirishayapmiz va borib kurashdik. Dilabay. Shunday havolasida Yevropada bunday bir Uyg'ur armiyasi tashkillansa yoki boshqa bir qarshi tarafdagi tashkilot bunday bir armiyani tashkillab qolsa birlashamizlar yoki ikki armiya ikki xil maqsad asl maqsad bir ammo ikki xil yerda tashkillansa qanday bo'ldi? Buning pozitivlari qanday bo'ldi? Rahmat, men savolingizga muhim savol ekan. Endi bu Xudoyim saqlasin, bunday armiya bo'linib ketib qolsa, bular odatdagi tashkilotlar bo'lingandek bo'linmaydi. Bu bechatak bo'linish bo'ladi. Ammo bizningki prinsipimiz shu shaxsan mening. Agar biz bu xalqaro qonunlarga uygun halda bu bizningki armiyani atagan ismimiz Uyg'ur Mustaqillik Armiyasi deb atadik biz. Shu ismni qo'ydik. Direkt ismni biz kelishalaymiz. Agar boshqa bir tashkilot yoki shaxslar ular bizdanmi ilg'or, bizdanmi tez shaklda bir armiya qurish bir planni o'tirib qo'yib bizni qoyil qilsa, biz qanchalik tayyorligimiz bo'lgan bo'lsa, shunchalikini shularga berib biz hamkorlashamiz. Cho'qim agar ularning haqiqiy nishoni biznikiga bilan o'xshash bo'lsa, biz cho'qim ishimizki bu armiya qurilsa, Uyg'ur Mustaqillik Armiyasi qurilsa yoki Uyg'uriston Mustaqillik Armiyasi deylik. Uyg'uriston Mustaqillik Armiyasini qursak, u holda kim qursin, yana bir Turkiston Mustaqillik Armiyasi deb qursin. Mayli kim qurishdan qat'iy bu armiya cho'qim birlashmagi lozim. Buni bo'lishga qat'iy bo'lmaydi. Bu rasmiy millat uchun qilingan eng cho'ng xiyonat bo'ladi agar bunga kim putlasa. Shaxsan men bunday bir esil harakatga putlashmayman. Qo'limizdan kelishcha biz yordamimizni qilib birlikda buni amalga oshirishga tirishamiz. Ama buradan şüpheniz olmasın bu meselede yani bir top kişiler yoki cemiyetler tez arada hareket qilib bunday bir narsani qurib chiqsa albatta olqishlaymiz va qo'limizdan kelishcha iqtisodiy, moddiy va ma'naviy jihatlardan butunlay qo'limizda bor yordamning hech qaysini oyoq qolmay ularga topshiramiz. Yoki ular bizga topshirdi. Evet, doğru. Yani mesele kimning qurishida emas, kimning buni qila olishida demoqchisiz. Kim qila olsa, yani sizlar qila olsanglar, sizlarga topshirish lozim. Ular qila olsa, sizlar ular ketilib ketisizlar va yoki qo'llaysizlar. Yani sizning tushunchangizdda cho'qim birlam davlat armiyasi bo'lish kerak degan tushunchdamisiz? Hozirgi ahvolda bizga cho'qim bir bo'lish kerak hozircha. Hozir amalimiz yo'q zaten bunga. Unda qilmaymi? Shuni qilish majbur biz. Çünkü hozirgi bu tashkilotlarimiz bir necha parchalanib ketsa, ko'tarayligimiz bilan ikki tal askarimizni ikkiga parchalayib biz uni ko'tarolmaymiz. Bizga yomon eg'ir ziyon keltirib chiqadi. Menimcha yani siyosiy xatolik yuz berdi demoqchisiz. Albatta. Yani çünkü boyliq reallikqa qaraydigan bo'lsak, mayli payg'ambarning zamonida bo'lsin, mayli tarixdan keyingi Uyg'ur podshoh yoki Uyg'ur hokimiyatlar davrida bo'lsin, xalq ichidan chiqqan qo'shinlarda bir qancha yerdan chiqish ehtimoli yomon ko'p bo'lgan ekanda. Bunda avvaldan qochib qutulg'olmaydi. Albatta tashkilotlar yoki armiya qurilsa bir qarshi chiqadigan ish aslida bo'lmaslik kerak edi, ammo buning Xitoy aralashuvdi masalan. Masalan sizlar bu armiyani tashkillagan kundan tortib Xitoy bunun içine o'zining odamlarini, jasuslarini saladi, iqtisodini saladi, xotin qizlarini saladi. Har xil amal bilan buni parchalashga, bir-biriga dushman qilishga tirishadi. Shuning uchun Yevropada bir Uyg'ur armiyasi qurilib qolsa, albatta bu Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasi qurgan qurolli armiyaga qarshi narsa emas aslında. Faqat keyingi zamanda Xitoy bir-biriga qarshi holat shakllantirib qo'yishdan oldin olish uchun. Çünkü benim bunu soruşumda ben bunu anladım, bildim. Onun için soravatımı. Hem haklılık dep qarayman. Çoqumla Uyg'urning armiyasini
Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi qurish kerak deb qarmayman. Ama Uyg'urlar qursin, kim bunu qila oladi, kim boshqara oladi, kim bunun liderlik, kumandanlık sistemisine yani kabiliyetini ishga sola oladi. Albatta shu uftidir. Kim qila olsa, xalq uning keyindan, askar uning keyindan mangli deb qarayman. Buning uchun men bu savolni so'radim. Ama bek yaxshi javob oldim. Bek yaxshi javob oldim. Hakikaten isil javob oldim. Yani kim qila olsa, o qilish kerak. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi qila olsa, o qilish kerak. Sharq Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi qila olsa, o qilish kerak. Ama kim qila oladi buni? Haqiqiy iqtidor, kuch kimda degan masala. Rahmat. Bunu qo'shimcha qilib qo'y, Hüseyincan efendim, bu bir intayın nazuk, qiyin bir iş biz davatkan bu iş. Eğizli degan bir asan bo'lgan bilan bu nurg'un diyaloglar, nurg'un ko'rishishlar, nurg'un diplomatik yo'llar, ko'p shakllarni jarayonlarni kesib o'tadi. Onun uchun men davat etamanki, kim bu armiyani g'albilik qura olsa, o bizning qo'mondonimiz. Mayli men bo'lay va yoki boshqasi bo'lsin. Ama mening birdan-bir umidim, bizning bunga ehtiyojimiz var. Jamiyatning vaziyatining taqozosi, millatning birdan-bir orzusi bu. Ama işte qaramoqqa bu bir fantazi, hatla kino ko'rayotgandek, ma'adabning davatqanda aqmaydigan bir gapni qilib davatqanlar bo'lishi mumkin. Ama bu insan bir narsani qilaman deb chin ko'nglidan, chin vujudidan, chin qalbidan ishinib bir to'g'ri yo'lga borsa, u hech qachon yolg'iz emas. Uning keyinida qudratli Alloh va uning va'dasi bor. Men to'g'ri yo'lda, haq yo'lda borganlarning keyindadir. U farishtalarning va'didir. Farishta deganim belki oppak yo'lda kelib osmondan tushirsa mumkin. Mushu millatimizning ichidagi qo'shinlarni shularning quloqlariga pichirlab Allah'ın va'dasi shu. Agar biz birdan to'g'ri bo'lsa, to'g'ri yo'lda bo'lsa, u farishtalarning qalbining quloqiga pichirlab bizning atrofimizga o'zining haqiqiy ishongan, vatanparvar, qurbon berishdan qo'rqmaydigan, shahid bo'lishni sharaf deb biladigan aziz vatandoshlarimizni to'plab berish Allohga intayin oson. Ama onun uchun sabab qilmagimiz lozim. Biz mana bu qilayotganlarimiz bir inson bo'larak bizning sabablarimiz. Ama g'alaba Allohga mansub bir sabab qiluvchilar, biz kurash qiluvchilar. Onun için biz bu kurashni başlatmaymiz. Yani tarixda nurg'un misollarga ben to'xtamsam mı? Qanday millatlar, qanday askar qurdi, qanday yo'qlikdan bog'liq keldi. Mesela biz partiya qursak, bizni mazaq qilganlar var. Hacıva Mao degan Xitoy apstikpaga yetdik. Xayriki tush qo'llab o'tirib, 7-8 Xitoy birlashib bir partiyani qurib, bugünkidek bir kuchli bir bütün dunyoga vahim soldigan bir hokimiyatni bir manqi Xitoy quroli deyiyor. Mening onundan seviyelim üstün ki mening. U chetlarga chiqmanda 25 yil turib, xalqaro qonun o'qimagan u. Onun fikri dazı bo'lgan, shilinda tamg'a shilin bilan dazı bo'y yasab, teşviqat qilgan bo'lsa, biz bir kuni besqop sizlar o'tiribdik, necha ming odamni ko'rsatib, u Xitoyning qo'lida bunda teşviqat degan hech yo'qdi. Yani ben Mao Zedong'dan üstün demekçisiz, haklılık yani gibimiz. O Mao Zedong'a bizden ilerken tırmamızı denemez. Çünkü o bir bekledin çalışalıp gittiğe bir yüksek ne o? Biz bakalım. Vatandım o Raurs okup, çeten üstünü halkaradım okuduk. Ben de çık okuyanlar bizim Uygurların içinde. Bizim yürüyüştürümüz, çırağımız, yürüyüştürümüz ki bizge o bin yıldırı itenmeydi o. Ama o bir oğru o. Biz şu bir tüş kollak oturup jığılaşka yetti Xitay'ın işini 70 yılınız jığı içivatınız, biz kılanmavatınız. Mao Zedong partinin başlığı oldu ya ki cenge kumandanlık kıldı, men nemiş kılanmayma demekçisiz. Yani ne için ben onun döneminde... İşin manka aşsa, manada diyeceksiniz, doğrudan. İşin manka Xitay aş seviyesini kılan diyor. Şu vakitinin özüde, ben bugün giden bütün medya terakkigan, bütün dünya 21. asırı kadem koygan. He? Bana bu şunda vakitte çetelde okuyan bir etken ben ne iş kılamaktakma?
Ama bir yerde beni kıldırış için halkım bana egeşmek lazım. Halkımla egeşmek için ben bir iş kılmağım lazım. Kuruk yaptı sizlere de bu millet öyle oldu. Ben bu da resmi hareketim arkalıp onlardaki bu da tek gün bana egeşlik alanı ben tallaydıgan bunu be. Alırım egeşlik alanı bunu bilen. Eğer bu milletim şunda isil ki benim, eğer ben hakikaten bir işlik kıp çıksam, işini ben ki bula, sizden müşriketim, yeni bir kıtım biz, işte interview kıkanda, partila kıtım sizden bu Facebook'lara çıkan. Eğer ben iş kısam. Aşık, müşrik uniformda kiyip, yeni bir yana birkaç uniformda adamlarını çıkıp, ben öyle demez, başka bir yerde tutup sözleyin sizge. O çağda kölen kaçlık edip gördük ki bizden. Medyarımızı. Ben bunu da kılmak için. Şunu kılmak için size gelip görüşmek için. İsa'nız dostum, ben şunu kılmak için beni hiç izlemem, ben de sizin izlemem efendim. Yani hiç tüketmem. Ya zıdışıp durayım da kılmayın. Ya ben medyada, özel sürüştürümüz. Ben medyalarımızga çıkmay turumuz. Nahayet kızık gep oldu. Yani acayip bir doğru gepini deyişip atımız hazırcı. Aş mavzudun bir oğru Xitay şu partiyini kurup işlerini kıysa hak işendi. Biz kıysak neme üçün hak işendi? Bir yerde bir kesellik var mı kandak? Yani hazır deyişivatımız da ama ertesi ben çünkü ikinci sualım bir yerde buludu. Nurgun teşkilatlar ve şahslar sizge karşı çıkışı mümkün. Onun için de. Yani mavzudun karşı çıkmadı neme üçün sizge karşı çıkmadı? Yani bu yerde bir ruhi kesellik var mı, eset mi? Ya ki nime bu? Bunu nimde düşündürüş lazım. Yani böyle ki yarı bir nesin sen milletin çoğunluğu tiba gelme kızım yok da yani kıpsalime. Ya hakaret kılmasıyla milletine mi tenkit kıysak onun da mesele yok. Yani milletin hakaret kılmasına karşı ben üzerine Uygurluğumdan, Uygur milletine barısı boğanlığımdan ben kayvetli bakımdan, hayran kağıdak bakımdan, Müslüman boğanlığımdan tekimi. Yani bana demek çoğunluğum ben de. Bir yerde yani misal tarihçisi dedim. Ama siz bir gemide bitip gittiniz teşvikat. Bu teşvikat intayın mühim neresi bu. Ama teşvikatla bu iş gerek. Bu teşvikatla emniyetli iş gerekiyor. Ben size bir misal getireyim. Bizim ballarımız meyli kayıs şekilde bolsun Suriye'ye gidip kan tökeledi. Onu bazılarımız Xitay çıkarıvetti, bazılarımız Xitay ne mi kısın şu ballarımız kan töktü. Demek bizim kahraman yigitlerden hiç hiyatımız yok. Fakat şularni hakik doğru yola başlaydıgan, ularga kiyim-kechkini yaraştırıp kiydirdigan, ularning turdigan, manadigan yerni ko'rsatib navigate, ularni doğru yola başlaydıgan bir narsa kerak ularga. Ular meni izlaylik, men ularni izlaylik. İnşallah bir gün siz uçuşunuz ularla hem uçurishyapman. Yaxshi paranlashyapman ular bilan. Men yaqin dastlab berdigan qo'sh xabarim bor. Shunga men o'zim unisiga qashqarlik olganim bilan Gulcunu çoğalgan çıkarak yapılaysam ben gulcunu kovaş kuvat dedik ha. Çünkü müşüzlük gep duray. Emin hareketim bilen kirey aldınız ha. Yine çıkadan sonra gitti sana anağında alik, bedağında alik. Ben böyle parkta çıkan yurtkandan şey yürüyüp koyup çapan tukumundan çıkan bir çöcemez. Benim atanam var. Boğandım rağırız. Koral götürüp güreş kılgan. Apam at binip kılıç yapkan bir eskerinin balısının. İsmi Leyli Khan. Şuna ben özenli apamdan terbiyesi çoğu başka, üzerinde ablacan Leyli'nden değişim, apam nasıl Leyli Khan. Şuna ben yüzleşme kuşuğunda şair o başka, hakla özü yutma ki, sekka ki, Farabi, Tarabi'dir, isim koymadı ki, ben demiş ki Leyli sen bulmaydı ki. Çünkü cephandat apam edip, ve üzerinde ablacan Leyli'nden deyip atıran, bunun bir söyleme. O mevcut bir eyip oldu. Türkiye'me geldi abla lamiyen de birinden çıkıp durmayın. Sonra millet işgalden çıktık mı, ben size bir vade vereyim. Hüseyin Cantıkan, biz mi bu yolga çıkan adam birini unutup mısın? Ya ailemizin işini kılıp öyle yataylı, ya ki vatan millete hizmet kılımdan çıkan o kimliğini yok atkan bulunuyor. Çok, o ne? Hemen de batırlar çok oku var. Onu ben size gözü götürdük. Neyle kısın, ruhsat, şahsen bana. Yani ama ben bu düşmanını şunda yaş görmen ki bu benim biliyim, bu benim eyligim. Bu benim bikağa yardım verdiğin, bana meslet verdiğin danışmanlarım. Ben düşmanları bundan tanıyım. Ben onlardan ağırlık alsam, ben azime. Tulusun. Netverkini çıkarırsın. Bu yolunu tatlıgan ben boğandıkken, bana az bu. Kütürşüm gerek. Demokratiyada işte hem tatlı, hem çizgi olmaydığı açık neyse.
Bunun içinde kalırsa ben öyle oturakta bana dediniz. Bazı teşkilatlar çıkıp sizin tıllışı mümkün değil. Ne mi kısın tukam? En hoş olduğum desem, ular beni kanç köp tıllısa, benim şunçilik iş kılıp kalırım. Ularning tılmagan günü, benim to'xtab qolganligim şu. Yani düşmanlar sizge cesaret berdi. Albatta, ularni arab qalsak tugayin ben. Ben shularni yashaymikan. Unda sizin jiqroqdan qitilsak bo'ldi ekanda. Albatta, ben hoşum tutmayman. Tanqishlar. Lekin imkon bor. Bekda, achig'im keldi. Bular ahvolga qarab bir paketlar tanqishlar, bekatlar ketmay. Bunda bir shaxsiyatimga tegmay, oilamga tegmay. Chiroyli tanqilsam ruxsat. Yo'q. Biroq bizda ba'zi tashkilotchilarimiz bizdan olinmaymiz. Urug' tuqqanlarimizdan gapini qilgan ko'ngil keldigandan o'g'il bo'lgandikicha. Mana bir hadis aytdi. Vatanni ozod qilma deydi. Onangni tillagan odam gap qilolmabsan-ku degan xijil oldim. Tas qoldim men tillab ketdilar. To'xtana bo'ldi. Vatan millatlar ishinden chiqqandan keyin chiday dedim. Ba'zi egil keldikan ham inson bo'lgandan keyin odamga. Lekin shundadimi? Meni butkul shu tashqi dunyoda vatan millat uchun xizmat qilayotgan barliq vatandosh qarindoshlarimga berilgan birdan bir nasihatim ve teklifim biz bu kurash inqilobga chiqqan ekanmiz. Xalqning qanchalik tanqidlab, qanchalik haqoratlashiga chidaylik. Chidamasak, chiroyli bu xizmatdan voz kechib, uyga dam olaylik. Qonundan so'ramaydi. Ba'zilar deydi, men tillab ketdi. Qonunga arz qilinmaysa, meni bir deb qo'y, oqmaydi ekan. Meni sizdan kelgan deb qo'yay. Bir odam o'zining oilasidan boshqa bir teşkilatga, bir grupga vekillik qilaman degan kundan tortib shaxsiy kimligini yo'qotgan bo'ladi. Ba'zilar deydikan, meni tillab ketdi, sud qazi qildi. Voy, biz qilolmaymiz o arzni. Yag'an o. Sud bizning arzimizni qabul qilmaydi deydiki, sen bu grupga vekillik qilgandan zalil. Unda o'z tillash haqqi bor, menga javob. Sen normal odam emassan. Bir ishingni qil, ya istifa deydi. Bani bir anglab qolsin xalqim, bizni qanchalik qilsanglar bizlarni sudga berolmaymiz. Hech qo'rqmanglar. Hiç korkmamalı deb sizlar hamda tashkilot boshliqlarini tillab ketmasin xalqimiz. Ya'ni tashkilot boshliqlari bekatini tilmaydi da bir o'zimiz ilmiy shu qilayotgan harakatimiz abay biz degandek biz qilolmaydigan bir narsani qilmadan deb tillamay abay biz degandek birinchi o'ylab qilgan ishi xalqimizning bugun hammalar nizomnomalarni dunyoga uyg'urcha jakalanglar o'qiyli shu bo'yicha talab qo'yaylik desin. Ondan keyin shuni qilolmagan chog'da tillasin. Yoki tanqidlasin biz ona tayyor shaxsan men. Yani demek asli bu teşkilat başlıkları deyildiğin gapçı bu. Mesela rehberlerini xalq tanqid qilgan vaqtida rahbarlar chidamli bo'lishi kerak demakchi. Chidamli bo'lmam amali yo'q. Ba'zi dedim qo'sot qarzi qisaqmaydigan tursa. Albatta xalqni tashkilot rahbarlarini qanchalik tillasang bo'ldi degan gap chiqmaydi yani. Rahmat. Ona xato tushunib qilib hozir tilab ketsin. Uni to'g'ri tushunsin demoqchi men. Ama Allah razı olsun bir qancha xil cevap bek esil cevaplarını aldım. Yani bu bir ügünüş tegishlik ruh. Yani sizniki Qashqarlik g'olchilik bo'lishlari muhim emas. Mening Qashqarlik bo'lishim yana birisining Oqsulik bo'lishi muhim emas. Kim amaliy ish qila olsa, Qashqarlikdek achchiq gap qilmay, g'olchilikdek po'g gap qilmay, ishlam qilsak, amaliy ish qilsak inshaalloh bugun aslında bir muxbir yoki bir riyosatchi mundaq qaratmiliq va kiyimlarni kiyib chiqmaymiz, ammo biz boshqa bir millat bugungi kunda o'ltirilayotgan, yo'qotilayotgan millat bo'lganligi uchun men bu qoidani buzib, bugun bu harbiyning kiyimini kiyib chiqdim. Bu alayda qismniki kiyimi va sal sapsasa ko'gil oldu bo'lmasa diqqat qilmasa belgili olmaydi. Yani bir qo'mondan chiqib, bir armiya general chiqib, bugungi kunda xalqimizni Xitoyga qarshi jangga boshlayman desa, birinchi o'lab mening askar bo'lganligimning namoni sifatida men buni kiyib chiqdim. Namoyish maydonlarimizda kiydik, ammo hozir bu simbol xarakterdagi holatdan o'tib ketdi. Biz namoyishlarda harbiy kiyimlarni kiydik, Gollandiyadagi yoshlar kiydi. Bütün dünya bununla diqqat qildi. Bizden faxrlandi. Bazı muxbirlar degandek, yani cho'ng kanallarning muxbirlari va yoki ba'zi shaxslar sizlarning Sharq Turkistonda mushunchalar qirg'inchilik bo'lib ketibdi. Sizlar bu xotirjam yashaydi ekansizlar deb bizga ishongan kishilar ko'p bo'ldi. Men har qatimli programmada mush gapni deyman.
biz bir iş qilmasak dunyo bizga ishonmaydigan bo'lyapti shu hozir. Chunki xalqimizda yuz berayotgan ish dunyoning hech qanday bir yerda yuz bermaganligi uchun Arakanda bir millatlar Arakan musulmonlarni o'ltirib Xitoyninki oqida qo'l bo'lishi bilan boshqurishi bilan o'ltirib bir haftaga qolmaylam Arakan mujohidlar o'tirg'i chiqib qurollantirildi. Qurol berib hozirgacha urush qilyotdi Arakandagi mujohidlar va yoki qurolliq askarlar. Endi Uyg'urga kelganda butun qo'qab ketdi nechida. Masalan, fikrlashib turamiz. Uyg'ur armiyasi qurilishi kerak, Uyg'ur askar qurilishi kerak degan vaqtimizda bu biz hozir askarning gibini qilmasligimiz, qurolning gibini qilmasligimiz kerak deganlar nihoyat ko'p bo'ldi. Ammo Arakanlikni hech kim terrorchi demadi. Bu daqiqatim Berminingki rahbarininki qo'lidagi burun berilgan mukofotni elibetdi. Bermilarga qarshi qurolliq harakat qilganlarni dunyo ayibligini yo'q. Ammo nima uchun Uyg'urga kelganda Uyg'urlarning ichidan qurolliq harakat qarshi chiqadiganlar shuncha ko'p bo'lib ketdi? Bu bir bundan keyin sizlarning qildigan xizmatinglarga nisbatan to'salg'i bo'ladigan asosiy masaladan birisi Uyg'urlarga terrorlik qalbiqini qaytadan ya'ni yolg'on terrorlik qalbiqini kaydiradigan odamlar chiqib chiqdi. Buningga nima deysiz? Ya'ni terrorlik bilan qanday bir aloqasi bo'lib qoladi bu Uyg'ur qurolliq harakati? Aşkınsı ben bir açığımda bir nutuk sözlesem bir net bana telefon kıptı. Meğer bir asker tutay. Bu Xitay degen bu suikastçı hakimiyet terörist degen bu şeref namını mı suistimal kılıp onun mu kıymetini yok kılıvetti dep söyledim. Nimiş kadesiniz? Bizning Uyg'urlar tashqi dunyoda ya bir konsulning bir tal eynigini chiqib etmidik yoki bir tal Xitoyning bunini qamtib etmidik da. Bundan bir yuvash millat bo'lamdi. Shunda tursa, ashu konsullarga tosh atmanglar. Bilib bilmay bunini qamtib qolsanglar bo'lmaydi deydigan tashkilotning rahbarlarini Xitoy chiqib terrorist deb e'lon qildi. Demak, terrorist degan bu shariat nomini paypoq qilyapti Xitoy. Doğru. Doğru. Ben bir misal keltireyim, vakit çekimizden kıskırak kılayım. Bir gün ben Starbucks Coffee'de bizim bir kofehanemiz var. Aşağı çıkıp nurgun Amerikalılarla çay içime, kofe içime. Bir gün siz şunda çıraylık, tit, çıraylık şunda akıllılığı bilinip durduğun bir balık gelip bana yakınlaştı. Esselamu Aleyküm dedi o bana. Ya da Aleyküm Esselam, Müslüman sen dedi. Nereden sen desem, ben bu Amerika'da doğurgan, ben Afganlık dedi. Ve oturayım falan şey dedim, özü bir 27-28'lerde babalıkken. Ki okudum. Bir adet Uygurların meselesi doğru söyleşim. Malum milletimiz hata çürüp kalmışsın ama fakat misal için dağıtına. Elif bana dedi ki, o gün ben namayışlı bir ülkeye geldim, boynumga uzun şarpı kılıp, bayrağımızdan iki tarafta bayrağımız var, şarpı yasaptıkken $10'dan birini elip esi ağantım. Onu görüp, sen Uygur'u mu dep sordu, ha dedim. Sizlermişler bu yollar tutup solapmışlar kılavatında xevirim bada. Bu nait pişik bildik. O sen küçük durup acaba pişik bildik bu işlerini desem ben şu hükümette bir orun işleyine dedi. Amerika'dan ki mühim bir yer işleyen belki. Bek çoğun kollar sorumlu. Bu Amerika'nın kaidesi de bir adamın muaşini hizmetini bek sorsan da çirkin. Hele kal dedi ki sen ne görüp geldin dedi, namaz görüp geldin klip gitti. Gün sen o desem senin milletinde milyonlarca ekürep. Öltersin. Örtü oğuzup şey bağırlığını satsın. Kızlarımın şermi hayasına depsendi kısın. He? Sen çıkaya bayramı götürüp vakaya gelip geldin mi dedim ona. He dedim ben. Sen dedi ki eğer sizlerden başka millet bulunduğun olsa bunda horlukka hiç çıkmaydı. Kandan millet sen dedi bana. Konulun kemisin ne iş kıldığın millet sen dedi. Kene bu başka dünyada şunçilik halkını kırıp olsa Kudüs'ü o yolluk harekette kişiler çıkıp niyede bir namayışlık kıplayıp yenip girip kene bunun karşı bir ciddi bir hareket görmedik o. Hacı Allah'ın vətinin tupraqda epir olkan kırgınçılıkları senin için bir harbi halet, doğru işmemize o senin normal puhalarına ailelerdeki narsiydi ballarına çıkılıp atıdık o. Hacı bu Xitay'dan Cumhuriyet'in rehberliğinden balları Michel'de oturan Boston'da Harvard Üniversitesi'nde okuyduken he? Kofi hallarda oturup acayip maşınlarını minip aldığımdan ötepsizken göz ağımdan aldı dedi.
Hocam ularning balları chet erkin yaşlı buldu ki senin balların vatanında üzerinin anı tutuğunda erkin yaşlı bulmada Uyga kelib necha kungacha yegan bo'lmay ko'nglim erishib ishim surib shunda bir xil azoblandim ukam bir kichikkina ma afg'on millatida bor bu afg'onning zemini afg'ondan boshqa hech kim kirsa bo'lmaydi deydi 2 million qirilib nakatlar shu afg'onlar hech kimga bo'yamadi ani bir balisi men xijolatchilikka eslab shundan sad xijil oldim demasa bu bizning bu millat dünya bir insan kötürenmegidek derecedeki bir ağır azaplarını yutib ketib qolamiz. Qanday betavatida içimizga. Shu vaqt tamog'imiz haram biz uchun ukam. Bu bizning milliy va diniy burchimiz o. Shunday. Ya biz bir şehit olup ölsek yarashmanda. Jenim ukam. Xudoyim saqlasin, hammadan mendek balasini ayrılmasın, hammadan bala tatlı. Men o yerda ish bilan Xitoy o'ltagandan tortib, bu hayotda menga hech qimmat yo'q ukam. Bir farzandini ağırlayan bir zat için ölümlüge hiç demez. Ben bu yolda kurash qilib ya g'alaba qilaman ya şehit olup ölüge de çıktım Türkan. İnşallah. Ben muştan çıktım. Ben yaşadım, rahat yaşadım chet elda. Hech nimadan hijobini ko'rmay kichikimdan tortib intaydi yaxshi yaşadım ben. Ama bu Xitoyda mening oldigan vatanim emas, shaxsiy qisosim bor mening onam oldigan. Ben shuning uchun sizga o'xshash yana bir general chiqsa ben sizga o'xshash bugun siz men o'tirib bergan harbiy kiyim bilan men o'tirib turman o generalning oldida harbiy kiyimni kiyib. Men berman bayatdagi general kiyimimni uni o'zim kiydiraman. Demak, yani kurash qilish degan chuqur g'alaba qilib Xitoyning hammani qo'g'lab chiqarib turgan bir askarimiz darhol tayyor olmasligi mumkin. Ammo shunda bir kuchli, shunda bir g'ayratli, shunda bir g'ururni beradigan bir odam kerak. To'xta demak lazım bu Xitoyni. To'xta, yetar demak lazım bu Xitoyni bir chiqib. Bunun adamları hatırlam yaşanmazlık gerek. Xudo benim adamım yaşanmagandek. Demek ki oğlum 21. asırda insaniyet kubulkıgsız derecede haklımız heyran kaldık derecede gururumuzdan yetişiyordu Xitoy. Demişka bir milletten çırayı teşvik etişi mümkün, tili teşvik etişi mümkün. Ama onun gururu teşvik etse söz işkesi olmaydı o. Bir millet gururuyla yaşaydı o. Bu til degen, ağzınız degen, ni xavma deseniz qadrak avalınızsız okşamaydıgan şekilde müdraydı o. O Xitaycı gapni qilavergan degen, ma ineklerimizden go'sha Xitaycı müdrab, tedricada Xitoyga o'xshab qolasiz, uni ola qo'yasiz, Uyg'ur emasmi? Yo'q. Bu din, bu e'tiqod, bu g'urur degan odamning qalbida, mingizda, vujudida yashaydi o. Uning aslisida, uning do'ppisida emas. O maddi narsalar yutkizadi. Ama yuragimizdagi mustaqillik, qalbimizdagi g'urur, imonimiz, vicdanimiz, bu g'ururumizda yashaymiz bir millat bo'lib. Agar buni yo'qotib qolsak, biz tugaymiz. Shuna bizning ba'zi bir ziyonlarimiz, ba'zi bir odamlarimiz bilib bilmay, mushtaq videolarga chiqib, bizning millatimizning g'ururlarini yetishadi. Bu mening dushmanim. Bundan qat'iy yo'llamaymiz uni. Bu Uyg'ur millati kurashchan, qahramon, botir millat. Bu hemen özünün müstakilliğini kolu gelip erkin böyle yaşaşından başka bütün dünyanın medeniyetini tesir gösteren en güçlü bir devlet kurduğun en zamanını en güzel devlet kurduğun bir millet biz. Hem dünyadaki Engliye'de bütün dünyanın sorulan Engliye'nin 3 baş çıkıdığın yapındak devletin 6 baş çıkıdığın zeminle ilgisi biz. Biz hayatımızda küçük emez. To'xta bilishimiz lazım bunu biz, birsimiz çıkıp. Eğer memnun bir kuş birisi çıkıp to'xtatsa, ben onun erişine. Bu milletinki kurishini, inqilobini qilish, mana miras yoki birisiga tabi emas. Bu hammamizga o'rtak. Kimda kim aqlli, kimda kim kuchli, kimda kim to'g'ri yo'lga otlanadi ekan, u kichik 18 yoshli bola bo'lsa-mu, men uning chas beraman, men beraman o chasni. Chiqsin. Allah razı olsun. Hele bir çıkmadı. Kaçandır çıkmaydı bu milletten? Çıkmak dese bundan da çıkmak var hem de. Eğer biz kuraş kılmasak, biz suyumuz, bütün vücudun bilen qo'g'daymiz devatkan terzatlarımızda ölüm tutmagan buluruz. Biz cinayet yolumuz muş kuraşta kılmaganımız için. Eğer biz kuraş kılmasak,
Qarab bir millatning tarixida har 30 yilda 40 yil bir qitim inqilob bo'lib, uning inqilobchilarini, uning qahramonlarini, uning shehidlarga, uning oilasiga gul taqdim qilib, u shehidlarning bolalarini beshimizga kelib ko'taradigan fursat bo'lmasa, har 30 yilda bir bu millatning xoinlari runaqtirib, qahramonlari, vatanparvarlari, xotinni vaqamaydigan, jinni vaqamaydigan, bola vaqamaydigan dök, hamoqat latlarga aylanib qoldi. Çünkü millat bir asırga yaqin qoldi dushmanning qo'lida. Qahramonlarni taqdirlaydigan, qahramonlarni shehidlarning oilasidan hol so'raydigan, uning bolalariga gul taqdirlagan bir fursatdan qoldik biz. Shuning uchun vatan millat deb yo'lga chiqib, oilasini, iqtisodini yaxshilamaganlar deb hamoqat lat erkaklar bo'ldik biz. Mana bu millatning ahvoli. Shuning uchun kurash qilishimiz lozim. Bu kurashni o'rganishimizda Unadaki başkalar bizden ma kahramanın balisi, ma kahramanın avladı deb milletimiz onu beşayizlik söyleyip koysa bu milletçilik, bu gurur, bu kuraş mengü toxtamaydı. Eğer biz de kılmasak bu millet bir asırdan artıkmışlar yazsa bu milletten hainleri, iflasları runaktırıp andın milletçiliğindeydi. Vatanını azat kılır deyince üyemi bir azat kıla, yakınlarda maçılarının daimi yok. Kıra falancının otununu, kıra onun sınıfağa öylemi, kıra onun balları çatalda okuvatını. Vay lata. Çünkü bizden tarihimizde, dünya tarihinde bulunmayan bir küreş inkılapının vakti pek uzun bulup gitti. Onun için milletten hainleri runak yapıp, kahramanları yer görülüp vardı. Biz buna katın emekçimiz. Bunun için çıktık bu yolga. Benim Amerika'da doğan bir oğlum da ismi Uygur. Hazır Amerika'daki devlet armiya havarayı müdafiye armiyasına katlaştı. Nindeydi o? Dada, go somewhere die like a man deydi. O degeni, dada, ağırıp oynap kaldıkken sen, maşin sokak oynap giderken, küçük vaktimden dada, İstirkistan, Uygur'dan yürütten, bu şey milletin için çıkıp, bir iş kırıp tağladı, ölmemse tabi, erkiştek deydi, o benim oğlum. O degenligi, dadısığı öç, ben beni hoş yok bana, ben ters söyledim, ben onu söyleme. Lekin, akısından intikam bak, acı balam, ıskanda yere, benim çekmeydiğim balam, kaç gün çıkartılama, doğrusuna bana yere, akısının ki, ölüp ketken gününü çekip attı. İşte bilen. Demek, benim bu oğlumdan daha bu kısas. Hazır bu, yalnız benim balam ölmedi, nurgun atarlarının eski çırarak perzentleri ölüp atıdı. Benim hükam, bunu tohta dediği alem lazım. Onu öyle kırar, ablacan, nime kılaraydı ki? Ve kançılık, kısam şunçılık kılıp, bu Xitayga, bu milletin inkılap kılarlıqını, kurallık küreş kılarlıqını anıltı be. Onun ötesem isap, şükür ötesem isap. Gep bir yerde bu milletin küreş idisini, bu gururunu yana kayıt tiklemek lazım. İnşallah kalbi kılımız. Ben vekalimde ölü vakit çıkırdım, kalbi kılımına da çıktım. Ama şu yolu ülküp kalsam, ben en hoş olgan bilime. Gülüm tüyü deskerdim, siz atmayın hatırlam. Rahmet nayet yaxşı gep boldu. Menin şu ikki sualım ahırda soraydıgan. Ama abay yaman to'g'ri bir cümle boldu. İnqilobninki vaqt uzrab ketdi dediniz. Men bu gepingizga nayet to'g'ri gep deb qarayman. Haqiqatan vaqt uzrab ketdi. Uningdan keyin demokratik, tijlik, kishilik huquq tashkilotlarininki bu tashkilotlarimizning nima qilganligimiz emas. Albatta töven ko'rganligimiz yoki ish qilaman deganligimiz emas. Chet elda qurilgan tashkilotlar buningga bu ideyalar bilan qurolliq harakatning oldin to'sib olgan kayfiyat bo'ldimi, bo'lmadimi? Shunaqa bir qisqa bir shaklda bir javob berib Yani bununla siz bilendek bu teşkilatlarga, şahslarga atıp koysak, bunu bir mesleğetten kaçkanlık oldu. Çünkü o şeraitten benmiş Amerika'da yaşadım, kuduşlarına okşaş. Yalnız belirlenmez, ulamı kılanmagan olsa, kudu ben kılanmagan da kılanmadı. Yani bir yerdeki bir nerede, ben size bir gepte kılay, bana bir Amerika'da kaçta diyen. Bu bizden millet doğruluk gepte çıkıp gelip, ben bir Amerikalı profesörden sordum. Muşun için iş kılına bir milletin birbirini kollaplık etmeydi. Kendinde çık eden mi yok? Dep başta desem, bana da cevap vergen. Dünyada
köp sonliği xatolaşmagan millatlar bugün azad, hür, müstakil yaşayatıdı. Meni can deydi o. Köp sonliği xatolaşgan, az sonliği xatolaşmagan millatlarla bugünkidek kul biçare yaşaydı deb cevap bergen. Demek, bizden milletin köp sonliğimiz xatolaşmagan, az sonliğimiz xatolaşgan millet bolsak, biz allı burun hür ve müstakil yaşattık. Ama baxtga qarshi biz köp sonliğimiz xatolaşıp, az sonliğimiz doğru yolunu tanlagan bir millet biz. Hele hem şundak. Şuna bizningki bu vatan mening vatanim. Mendan başka hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh va hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishini mutlaq ruxsat yo'q degan ideologiyani ko'tarib chiqib bu partiyani qurishimiz mana mushundaq bo'shliqni to'ldirish. Men mushundaq butun millat o'zi haqiqiy ma'nidan ishlaydigan va o'zininki qalbida bir tutiya, ya'ni eng muqaddas bir ibodat tunaydigan bunday bir ideologiya bo'lsa, bu millatning mangu hech qanday bir kuch harqlanmaydi. Shuning uchun savolingizga bergan javobim bu yolg'iz tashkilotlarning xatoligimi? Yo'q. Biz bir millat bo'lish sifatimizdan buni hal qilolmagan ekanmiz. Bu hammamizning xatoligi. Endi buni hal qilish bir qancha odamning ishi emas, bu hammamizning mas'uliyati. Shuna adashlik biz qo'mondan izlayapmiz, lider izlayapmiz. Bizga tokkin osmonda payg'ambarimiz tashlagandek bizga buni tashlab qo'ymaydi. Biz uni o'zimizning ichidan izlab topamiz. Şahslarının degan shundaymanki, ben aynan uniformlar bilan rasmimni chiqarib qo'ydik. Men kichkindan tortib Valibin o'sga aytaman. Mana men bu millatning generalim bo'la olaman, raisimi bo'la olaman, bu millatning to'g'ri yo'lga yetaklayman. Agar yana birisi chiqib, "Ya, sendan men yaxshi yetaklayman" deb emli harakat qilsa, men uning ergishim. Ammo shungacha bu millatning men apirmashak deb buga va'da beraman, men qilaman. Ham qila olaman o'zim ishimni. Ammo yana birisi chiqib, haqiqiymiş men davatga ishlarni mendan burun qilsa, ben ona çalışıp haberledik, ben ona gayışına, gerçi o küçük balı olsun mu? Yani bu şekilde mağdur bu kreş. Bu şekilde mağdur bu inkılap. Men kılanmadan sen mi kılmaysan bilen emez. Ama 5 yıl ben dedim, milletçilikle verildiğin birden bir sual. Vatan millet menfaati kelgende hemmini unutalgan adam vatanperver. Ama bir narsa esinizde olsun fikam, hainler vatanperverler içinden çıkıyordu. Esinizde olsun fikam. Hain degan başka yerden kelmaydi. Hainlar nereden çıkıyordu deseniz, vatanperverler içinden çıkıyordu. Onun içi kirmese kadar hainlik kılıyordu o. Bir yer kiriş gerek ola. Şunun için birden bir şuarımız taşki düşmenge karşı duruş için güçlük birleşip emkanlaştığın başka işki düşmanlarımız gibi nihayete dikkat kılmamız lazım. O 1 milyar 400 milyon ahalisi var. Onun dikin biz haber edildik Engeliyat'ın 3 parça yapıldık bir devletin 6 parça çıkılan bir devletten ilgisi biz. Onun için Xitay Komünist hakimiyeti neçe milyar fırsat kılıp bizden Uygurlardan taşkı dünyada ilip bakan hareketlerimizge buzgunçılık kıldı, devamlılık suikast kıldı. Bu ular için adli bir mesele. Eğer biz Xitay'da bir savaşlarımızsak biz mi kılattık şunu? Bu hakimiyetler şu. Hadi bizden bu milletteki kişilik hukuku, lagerlarının ikilişi, ulanın kırılık kişilik degen bir kişilik hukuk emez. Bir yerdeki tük neyse şu ziminin kolumuzdan ketkenliğinin neticesi bu. O kanday hal olduysanız ziminni ilinişle hal oldu. Ya biz unda qilmasligimiz mumkin de o gapni mencha xato bo'lib qoldi deb qarayman. Ya'ni biz masalan agar mustaqil davlatimiz bo'lgan bo'lsa, albatta biz boshqalarni besib oladigan yoki boshqalarga zulm qiladigan, boshqalarni ishg'ol qiladigan ish. Şöyle ben akbarat sahasının davetini ama beslen. Tamam. Bu akbarat sahasında arkada bir devlet sizni besib olgan o tecavüzçi bunda akbarat için nayet kılıcı kacay. Doğrudan siz bunda kılgan millet emez. Bir misal için dep koydum. Ama bu akbaratlık açıdan neyse. Direkçi oğlum bizden işçimizdeki bazı bir işlerimizden mağmaslığı. Akbarat sahasında elbette devletninki casuslari, devletninki istihbaratı o boludu normal. Tabii. Şuna pek değiştirip ketmeyiz direkçiden. Doğru. İşlerimizden normal mağmaslığa bu ciddi ittifaklaşamazsınız. Rencik destek doğranmaydı. Çünkü bu mühim şekilde mağdı bu. Çünkü düşmanımız bizden bir azadi işgalçimizde
bir ittifaklaşıp hareket etmesimiz karşı. Yani sizningki bugungi suhbatdagi asosliq qarindoshlarga beradigan tashkilotlarga rahbarlarga beradigan salomingiz, bishoratingiz, yani har qanday tashkilot, har qanday rahbar bilan ittifoqlasha olayman deganni o'tirib qo'ydingiz. Shuna deb tushunsak bo'ladimi? Albatta. Mayli Dünya Uyg'ur qurultiyi bo'lsin, mayli ma'rif tashkiloti bo'lsin, mayli ulamolar, mayli boshqalar bo'lsin, hammasi bilan men ittifoqlashib mang'alayman. İsmimiz o'xshash bo'lmasinmi? Hamkorlashimiz, ama kadar bir şuarımız var. Partimizdeki nizamımız şu. Her qanday kuchlar bilan ittifoqlashimiz, hamkorlashimiz, agar u vatanni sotmagan, millatiga xayrlik qilmagan bo'lsa, bu shart bilan. O deganlik ularning unda qiladiganlik emas. Ama bizning shartimiz bu. Albatta. Yani ular u vatanniga xayrlik qilsa, satsa, albatta u bizning shu kundan tortib, shu minutdan tortib dushmanimizga aylandi. Bunun ittifoqlashimiz mumkin emas, ammo vatanni setish va xalqimizni setish mumkinchilik ehtimoli intayin yaqin bo'lyotdi. Chunki Xitoyninki bugungi kunda dunyoga vaqirishi bilan ba'zi davlatlardagi tashkilotlarni tayyaga qistavotdi, ba'zi davlatlarni tayyaga qistavotdi. Masalan, va tashkilotlarga davlatning qo'l orqali besim qilayotgan ahvollar bo'layotdi. Buning uchun aldığımızda Uyghur xalqini yoki Uyghur muhacirlerini setib o'tish ehtimoli bo'lgan tashkilotlar chiqib qolib qolsa, albatta biz bunga jiddiy qarshi chiqamiz, uni xoin deb e'lon qilamiz va uning oldini to'sash uchun urinamiz. Chunki bir ikki qatim chet elda muhacirlar setib o'tilib qolib qoldi. Ba'zi tashkilotlar buning sukut qilganmi bo'ldi, ba'zilar buning yontayoq bo'lganmi bo'ldi. Albatta biz uni ochiq oshkor deya olamiz. Yani fakat fitne fasat bombası için biz onu işimiz güçlü etken bilen bundan keyin mesela Suriye'deki ağaç sınırlarımız, ballarımız, perzentlerimizin setib o'tish ihtimali bo'lib qolsa ma'lum davlatlarning veya ki qurolli harakat qilamiz deyotgan qo'shinlarimizni setib o'tish ihtimali bo'lib qolsa yoki rahbarlarimizni chet eldagi shaxslarni har xil batnomlar bilan setib o'tish ehtimoli bo'lgan davlat va tashkilotlarga har zaman qarshi chiqishimiz kerak deb o'ylayman. Xo'sh, undaqda eng oxirgi bir savolni qarindishimiz so'rabdi ekan, abay qanday qayerda qursizlar buni debdi ekan. Buningki albatta maxfiyatligi bo'lsa buni o'tirib qo'ymasam bo'ladi. Albatta bunga javob beradigan savol emas. Endi biz hozir zaten biz yo'llayapmiz ama o'qimaymiz. Vaqt belgilaydi. Bu vaqtda bu savolga rahmat, endi yana buna beradigan javobimiz vaqt kelsin, emniyetli kelsin. Chunki bundaq savolni so'rashim bak menchi tabiiy deb o'ylayman. Chunki ba'zi kishilar yo tashkilotlar buni mana ishni qilamiz, anda ishni qilamiz deb bu chiqishlar bo'lmadi. Bo'lmagandan keyin xalqimizmi sizga o'xshagan bir ishni qilaman deb o'tirib chiqqanlarni ashular yılan chiqib olgan odam og'amchidan qo'rqay degandek ashta bo'larmi deb ashundaq savollarni so'rash majburiyati bo'lib qoldi. Yani şöyle işençsiz bir keyfiyatını şekillendirgen ahvallar var yani. Madem biz bununki bir partiye bir sıkımızdan biz bunun ciddi teyarlarını kılavatımız. Biz de birkaç devletlerle vekillerimizle üyettik, sözleşivattımız. Ama hiç kadar bir netice konumuzu kelmeye durup bu kendisimize cevap versek menimce doğru olmaydı. İnşallah yakın gelgisi de biz emniyet hareketimiz arkalık cevap verimiz şu çağda neyadilgimizni qandayligimizni ya bizden gördü ya başkalardan gördü ama biz degendek belki bizden bu teşvikatımızdan təsirlenip başka bir asker kuruş için yolga çıkan aldın teyarlığı ve başka bir vatandaşlığımızı ular ciddi kurup bizim teklif kılandı. Şu an biz her cihetten bir teyar tutmamız lazım. Meyli kim olsun, öten millet için haber biz degendek paydalıklı iş kıldıkken biz onun kendi tutmamız lazım. Onu çok biz kılışımız şart demez. Kim kısın da öten milletin paydası kısın. Biz ona erişimiz. Bizden bu işimizde bir abroyu tepiş, bir teşkilat başlık olan konumuzda kendimiz yürüyüş arzuyumuz yok. Şahsen benim. Şimdi fakat lan Allah'a bir özen bilmen işten çıkan yolga tayin. Ben zaten bu yolda burunla ben bu milletin 10 tin iktisadını işletip dava kıran emez. Bunun dikim şunda.
iqtisod jihatdan hamma bu partiyaga kirganda abay dedim, iqtisoddan men to'liq yer turaman. Bo'lmasa atrif o'g'irlikka bu bizning cho'ng bir g'oyalarimiz. Hatta bizning partiyamizningki nizomnoma prinsipida biz donation, ya'ni boshqalarning iyoni pulini bu qabul qilmaymiz. O deganlik ko'p shekildagi. Mesela ba'zilar va 10 ming, 100 ming jiqroq pullarni akilib, siz ko'z orqali siz uni millat uchun ishlatsiz, ama vaqtning o'tishi bilan bu egizdan o'tgan, bu galdan o'tgandan yüz qizir deydi. Bu tilingiz tutilib, asosda nizomnomalaringizni tegishtiradigan, endi siz bu nizomnomalaringizni veb-saytdan chiqaradigan bo'lib qolasiz. Shuna bu iqtisodiy jihatdan biz o'zimizni pokiz tutmasak, u mustaqillik, hatta bir millat hatta mustaqil bo'lib bo'lgandan keyin bu iqtisodiy jihatdan mustaqil bo'lmasa, u yana bir mustamlik ostiga tushib ketishi mumkin emas. Iqtisod degan mushta yomon narsa. Shuna buningdan biz sergek ve yuşar tutmamız lazım. Şunaq, bu teşkilatlarda yüz bergen iş, hatta bazı teşkilat rəhbərlərinin şu pulunu ep qoyub, endi Uyğur muhacirlərinin yoki xalqımızınki pulunu elib teşkilatga iqtisodiy kuch cho'qim bo'lish kerak, ammo Xitoyning pulunu ep qo'yib mag'lub bo'lganlarmi bor. Shuning uchun sizlardagi rahbarlarninki iqtisoddan yiroq turishi albatta to'g'ri bo'lgan. Bir gapni qisib qo'yibman, o Xitoyning puli resmi bir panak, bir puchuq ko'zi va Xitoydan kelmaydi ekan. Shunaq. U betim saqali va yoki yog'liqi va nihoyat chiroyli odam eminigidek iymoni va yoki biz odamgarchiligi va so'rinchiligi va bir musulmonlarning kelishi mumkin. Uqmaymiz. Bunun puli her xil şekilde keladi. Cho'qim Xitoydan kelmaydi u. Demak, bu Xitoy her xil şekilde yiqilishidir. Shuna zodi bizning prinsipimiz partiyaning bedel pulini tayinimiz. Biz sirtdan ko'plab iyoni qabul qilmaymiz. O deganlik, unda o'z iqtisodinglar nereden keldi deb so'rasangiz beradigan javobimiz, biz partiya a'zolarimizning sonini 100 minglarga, millionlarga yetkazmoqchi. O'rta Osiyoda mening hisobimda bizning partiyamizning qarshida 5 milyon yaqin Uyg'ur qarindoshlarimiz va Uyg'ur qarindoshlarimiz bizning O'rta Osiyoda yashaydi. Bizning statikimizda shunday hamdi. Belki azroqda yajiqroqdir. Demak, shularning ichidan biz Yevropani qatqanda 1 milyon yoki 100 ming hozircha biz partiya a'zolarini o'zimizga qabul qilsak, o mumkin tamamen. Undan keyin biz shulardan chiqqan partiya a'zolari bedel puli bilan o ko'zgilmagan bilan nihoyat oz pul, ama o partiya a'zolarining azroqdan bergan oylik bedel puli bilan bu partiya nurg'un ishlarni qila oladi. Bu partiya degan mana shular o'zining bedel puli bilan ma'noda. Nihoyat oz pul, ama intayin ko'p ishlarni qiladi Xudoyimiz kelgusida, yaqin kelgusida. Bunun için ben ishonchim komil. Shuni biz tashqi dunyodan aldirab iyoni to'plamaslik haqidagi birdan bir shuarni o'tib qo'yishga maqsadimiz, ama biz degandek saf ve sağlam ish qilishimiz uchun biz o'zimizning kuchiga tayanmamız lazım. Vatanni mustaqil qilish uchun millatimizning kuchiga tayanmamız lazım. Albatta tashqi dunyoning yordamiga ehtiyojimiz var. Lekin biz o'zimiz bir millat bo'lishdan o'rnimizdan turmay turib, boshqa bir millatning biz uchun qon to'kishini talab qilish, bu bir intay bir hamakatlik, bir atmaydigan, numus qildigan bir gap bu. Eğer bu millatning bunchalik qiynalgan bo'lsa, ko'rsatmamsa men bir ko'ray. Shunday. Yani bizning farzandlarimiz oxirida bütün Uyg'ur qarindoshlarımızga, muhacirlarga sizinki oxirgi so'zlarni olaman. Eng muhimi shu chet elda o'qiyotgan kichik farzandlarimiz var. Bo'libmi Turkiyada necha minglagan kichik farzandlarimiz o'qiyotdi, Yevropada bolalarimiz o'qiyotdi. Ammo harbiy ishlarga aloqador masalalarda shamilni hamda taqib biz chiqaryapmiz. Sizlar chiqaryapsizlar. Bularga, yani bizning kelgusidagi harbiy qo'shinimiz uchun shu farzandlarga ota-onalar yoki madrasa, maktablar qandaq bir şekilde o'qitish sistemasi yoki bir tarbiya berishi lazım ve Uyg'ur muhacirlarga bu Uyg'ur armiyasi, Uyg'ur askeri qo'shinininki ro'yobga chiqish uchun qandaq bir oxirgi so'zlar bor, shuni olgandan keyin programmamiz mishada oyoqlashgan bo'ladi. Rahmat, elim o bek uzun vaqt uzak ketdi o'g'ay, vatandoshlarga vaqtni qo'ydik.
Bu menimki birden bir oturup koyduğun bu yaşlarımızın ümidimiz çok bir milletin kelgisi onun mevcutluğu şu yaşlarımızın kolunda bir kanuniyet. Ama biz yaşlarımızın sel jirahlaşıp kaldık. Biz yaşlarımızga ilgi bulamadık. Biz yaşlarımızga özümüzdeki bir xil chiqisholmaslik, g'iybatxo'rlik, o'zaro fitnaga taqitish jidallarimizni yushamay avlatdik. Nomus qilmadik. Bolalarimizning oldida biz hech xijilanmadik. Asli biz ularga qo'lsin siyan ichimizda biz bu ayblarimizni sal yushirib, bu bolalarimizga normal bir da'vo axloqini anglatsak bo'ladi, uni qilamadik. Ama o deganlik hammamizni qilamadik deganlik emas, bir qism Uyghur qarindoshlarimiz nəhayət yaxşı qılıvadıdı. Əmdə hazır bilin ki, bu yaşlarımızı qoyduğan birdən bir tələbim, ata-analara qoyduğan tələbim, balalara vətənpərvərlik ideyasını ailede sığdırış gerek. Vətənpərvərlik ideyası ve müstakillik ideyasını balalara sığdırıp, senin devletten babalan, o Xitay hükümet tarafından beseylengan, o bizim xalqımızın müstah qılıvatıdı da, hem adam onun hikayesini bildi. Ballarga to'xtatmay anlatib, ularga bu tuproqni cho'qim ozod qilsak bo'lmaydiganligini iborat bir vatanparvarlikni asta-asta bedtime story deydi inglizcha, kechda yetishdan burun o'qiydigan hikoyalarimizga burun bizning ota-onalarimiz Chin Temur Botirni eplab bergandek, biz bolalarimizga bu vatanparvarlik ideyasini singdirishimiz kerak. Undan keyin bu o'zimdan Uyg'ur bo'lsa balaga Uyg'urchani o'rgatgan deb bir she'r yozgan. Undan sen kishilar meni ayblagan. Özanların balası Uygurca bilmeydir bu şiirini izledi. Şu şiirini izlediğim maqsadım ben sal qaragan. Bunun ben qanday oylagan deseniz, o çağda Amerika kelganchigimizda ala 70 tane Uygur varken ben kelsem, bütün 50 state'te. Şu çağda ben endi bu balamның o İngilizce bizlerge de accent bo'lib qolmasin. Bu Uygur olgandan keyin bu Uygur tilini elbette bilib oladi deb, u balani yaslidan tatib İngilizce berib qo'yib, keyin bu balamga Uygurcha o'rgatib yomon qiynaldim. Şuna şiirlarni yozib ketdim. Demek ki oğlum hazır bu şey hep çıkardıkken bugün bir temin unuttuk eserdi. Demek ki oğlum bana bu şu bizim tilimiz bu şu vatanperverlik ideyasini sığdırışken onu dikin eğer özür turatkan devletlerde ruhsat olsa ballarını asker gibi hazırca. Eğer balları unutsa. Çünkü şu devletin iktisadi bilen, şu devletin uniform bilen, şu devletin benefiti bilen o ballar asker olup terbiyeden geçtirirse. Mesela ben oğlumla derdim. O da geldik ben derdim, sen mi derdi geldik bilmez. Demek ki oğlum mümkün olsa, şaraitimiz yarılırsa, oğlumuz unutsa, şu devlet onun koşulsa, ballarımızın kuluk kazanıp piçirlap baksak değil mi? Balam, asker oğlum ama ben devlette asker olsan bizim millet gibi gerek oltan et ögen bir asker olamaz. Balam dep koysak benim tüzüğünü yok. Şunu demek oğlum, hazırca bizim bu tayarlıklarımız bitip, bularını vurrada bir yere çıkıdak, şarayet yerbeğe çağırmakta, bizim kolumuzdan keldiğini, ballarına vatanperverlik terbiyesiyle, iş yetken ballarını asker üretkeş tutsak. Bulup mu Amerika'daki askerler bir benefitleri naiti yakşı. Eyran qağıdak o askerlerin ailesinin devletteki yaxşı qaraydı. Demek ki oğlum, ularını okutudu. Qanla asker qılıp keş qoral qızmaydı. Bunlar haqsız okutudu üniversitelerde qarz olmaydı valla. Ama bunlar bir taraftan vatanperverlik ideyasiyle bunlar bir özümüz tuğan devletlerin askerleri qatnashsa, o hemen bizden askerimiz. Onu qachon biz chaqirsak, tayyor askerler. Şuna bunda bir imtiyazını mı qo'ldan berib qo'ymasak. O deganlik ballarimizni alim, doktor, advokat, injener qilishdan tatib edib, hemen asker qilinglar deganlik emas. Eğer ballarımızın ideyasini bu işini sığdırıp baksa, ular qo'shilsa, anglasa, menimcha bu bir ballar bergan tarbiyalarimizdan bir qism bo'lsa deyman. Men kimdir baxtlarning shaxsiy oila turmushi anglashgan, lekin bir tavsiyarim. Endi bu shunday orqali bir narsani qisqartirib qo'yishni unutib qolibman. Esimga kelib qoldi. 1948 yılı Birleşken Milletler Teşkilatı'nın ırkî kırgınçılık hakkındaki kanunundan bu medeniyet kırgınçılığını çıkarıp dikenlere biz bunun dikkat kılmakta şunu milletimle anlatıp koydum. Şuna bu bek mühim narsa biz ırkî kırgınçılıkını tekitleyen çıkımızda çokum
ballarımızı işkirlerge tutup apırıp ulanın milli kimligini yo'qotayotganligi, mingisini juyayotganligi, ulardaki bularni küçük bolalarni emgak qilayotganligi, vatanimizdagi turmalarda xalqimizningki jismoniy jihatdan xo'rliqqa uchrayotganliklarini, bularninki tirik to'g'izib ishki a'zolarining o'g'irlanib setilayotganliklarini, bularni chiqarib oltaydi. Chunki bu irqiy qirg'inchilikninki definitionlari. Ama tilimizden üst gitmağını, mekteplerden takılıp gitmağını, mescitlerden çıkılıp gitmağını değil. Ama o ırkı kırgınçılığının içinden çıkarılıp tüken. Şuna biz o cismani cihetin bivasıta insaniyetinin kırılışına, yani kırılışına uçuş ehvalini kötürek anlatıp, medeniyet ciheti kısmı çıkarak anlataylı ama bir bilim bukasında dedim, şuna bu medeniyet kırgınçılığını yani medeniyet yo'qotishni irqiy qirg'inchilikdan chiqarib ketgan. Shunga mushli bir xalqimiz bir esanlarni chiqib tutsanglar, irqiy qirg'inchilik degan chog'da bizning tilimiz, bizning masjidlarimiz, maktablarimiz ko'z oldinglarga ham kelsinda, ammo avayman degan muhim nuqtalarni bekrak ta'kidlanglar. Chunki u irqiy qirg'inchilikning ichida shu biz bu qitim Uyg'uriston Cumhuriyetler Partisi va Uyg'uriston Cumhuriyeti Amerika Majlisiga Xitoylarning mamlakatimiz tuprog'ida berayotgan miqyasını ipayotgan qirg'inchiligini irqiy qirg'inchilik atash haqida bir petition yo'llagandik. Agar mumkin bo'lsa change.org ga kirib bir imzo qo'yib bir imzoning signature yani imzolarini bergan bo'lsalar turib so'yingan bo'lardik. Shunga vaqtingizni chiqib qo'ydik. Hüseyin ukam, efendim sizga ko'p rahmat. Sizdan Allah razı olsun. Ekran oldida o'tirib biz bilan birlikte bu söhbetimizni alagan barliq vatandaşlarımızga chin qalbimdan salom aytaman. Sen milletin ahvoli hammamizga ayon. Men ortiq hayajonlanib, arliqda bir ko'nglim buzilgan yerlarim oldu. Kechiringlar. Sizlarninki kayfiyatingizni buzib qo'ygan bo'lsam, men har qaysingizlardan afv so'rayman. Shuna hammangizlarga Allohning go'zal salomlari olsun. Allah bundaki işlerimizde yar ve yardımcımız olsun. Köpçülük rahmet. Sizlarga ko'p rahmat. Bugun nihoyat güzel bir sohbet oldu. Eng muhimi chet el tarixida tunji Uyg'ur armiyasi askeriy harakat, qurolli harakatninki qonunlashishini o'tirib qo'ydigan bir programmani va suhbatni qarindoshlarimiz bilan birlikda ilib bordik. Inshaalloh buningdan keyingi zamonda hamma ishga vaqt ketadi. Sizlarga umidimiz bor va yoki har qanday bir shaxs abaysizlar degandek men mana ishni qila olmayman, men qo'mondon bo'la olmayman, men rais bo'la olmayman, men mana ishni qo'limdan keldi deganlar bo'lsa, biz qarshi olamiz, javob chalamiz, maqtaymiz, destek, yordam berishni xohlaymiz, yani bir xalq bo'lish sifatimiz bilan. Albatta sizlarga Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisiga men g'alaba, muvaffaqiyat tilayman. Agar bu armiyani haqiqiy shaklda, amaliy shaklda tashkillab qolsanglar, biz albatta buning askari. Uningdan boshqa agar bu to'g'risida Uyg'ur armiyasini, Sharq Turkiston armiyasini quramiz deyotganlar va yo'l menayotganlar bo'lsa-mu, biz qo'llaymiz. Eng muhim narsa kimning to'g'ri va amaliy ilib berishi. Chunki va'dini berib qilinmayotgan avvaldan ko'p yuz berganlik uchun xalqimizmi hozir biroz gangrab qilishi mumkin, jiddiy inkos berolmay qilishi mumkin, jiddiy a'zo bo'lolmay qilishi mumkin. Ammo sizlarning iqtidoringlar, sizlarningki bu ishni to'g'ri shaklda ilib maydonga chiqishinglar bilan xalq o'zligidan sizlarni izlaydi, yoninglarda bo'ladi, hatto askaringlar bo'ladi deb qarayman. İnşallah köp rahmet. Mao nazariya meseleler tüpeyli meselesinde mao hazırki ahırda da ötüp ketken irqiy qirg'inchilikda medeniyetninki ilib taşlanışı, yani medeni qirg'inchilikninki ve onundan başka nazariya meselesinde Allah xalsa aldığımız zamanlarda yani paranlaşamız ama şu nazariya sözleydiğen işten ben biraz çıkıp bağlılığım için o bir qancha sualını meseleden sormadım. Onundan keyin Sharq Turkiston Cumhuriyetçiler Partisininki katibi Necmiddin Efendim'nin bile paranlaşışqa teklif qilgandim ama vaqt münasebeti bilan chiqolmay qoldi. Aldığımız zamanlarda chiqaman dedi, tamam dedim. Ondan başqa aynı vaqtdagi sizlarning sabdosh Kurash Ataxonlar bilan men birlikda bu suhbatda birga bo'lgan bo'lsak,
Uyghur armiyasini qandaq tashkillash, kim tashkillash, kim qiladi, qandaq qiladi degan masalalar ustida birlikda paranglashaylik dedik. U kishimi ma'lum bir xizmatning ustida bo'lganligi uchun chiqolmagan sabab bo'lib qoldi. Uning uchun buni deb qo'yay. İnşallah aldığımız zamanlarda agar bunun münasebetlik meseleler o'tirg'i chiqib qolib qolsa, Alloh xolisa ikranda yana yuz ko'rishimiz mumkin. Siz degandek amaliy ish qilmoqchi men ikramga kelmayman dedilar. Ammo shunday bo'lsin ko'rishib turaylik. Sizlarga yana bir umid, destek berish uchun har zaman ikramimizda xizmatinglarni qo'llaymiz inshaalloh. Xo'sh, undaqda agar boshqa bir oxirgi qo'shimcha so'zlar bo'lmasa, mishada men programmani oyoqlashtirma. Rahmat sizlarga. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Aziz muhtaram qarindoshlar, Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasininki raisi Ablajon Leylamun efendim bilan bugun nihoyat jiddiy, muhim, amaliy bir masalani o'ttirg'i chiqarish uchun, buning qadamini tashlash uchun bir amaliy programma qildik. İnşallah her zaman amaliy hal qiluvchi xarakterdagi programmalarni qilishga tirishimiz. Bundan boshqa biz qiynalib masalalar bor. Masalan, xalqimizga aniq naf beradigan, manfaat beradigan, amaliy ish qila oladigan shaxslarni fikringa kelishda ular ko'pinchilarining rad qilishi bilan bugungacha ko'plarni kelmayotimiz. Nima uchun rad qilganligini biz tushunmaymiz. Mayli ulamolarning ichida bo'lsin, mayli ma'rifat tashkiloti bo'lsin, mayli dunyo ulug' politika bo'lsin. Nurg'un amaliy xizmatlarni ikramimizda ko'rsatishni orzu qilamiz, ammo bugungacha qaysi bir sabablar bilan ikramga kelishni xohlamagan ishlar nihoyat ko'p yuz beryapti. Ammo biz har zaman xalqimiz bilan birlikda, sizlar bilan birlikda kim bo'lsin, mayli bir puhra, dehqon, tijoratchi, arvakash, ishsiz, oshxona ochadigan oshpaz bo'lsin, bir yangi temisi bo'lsa, xalqimizga yangi bir manfaati bo'lsa, nazariya so'zlamasa, shuar gap qilmasa, biz ikramga kelishga tirishimiz va sizlarning bizlarga ularni tanishtirishinglarni va ularning ikramga kelishiga sababchi bo'lishinglarni men umid qilaman. Uningdan boshqa men bir oydan ko'proq bo'ldi men istinib Uyg'ur askeri qurolliq harakatini buningdan keyin xalqaro qonunlashtirish uchun va Uyg'ur askarlarini ro'yobga chiqarish uchun harbiy ishlar va aloqador shaxsni bugungacha topolmayapman. Harbiylik degan nima, askar degan nima, qurol degan nima, jang degan nima, Xitoyga qarshi qurolliq kurash degan nima degan masalalarda albatta şu savollarning javobini bundan keyin asta tepishimiz kerak, bunga menishimiz kerak. Candan to'ydik. Gapninki eng ko'chitil bo'yicha aytgan vaqtida candan to'ydik. Ya'ni her kuni bu Facebook'larda taqlayotgan suratlar yoki videolarni ko'rib yurkimiz qaytib ketdi, ko'nab ketdik. Bu bizga yarashadigan bir masala emas o'g'il bolalarga nisbatan. Hatta abay degandek, Ablajon efendim degandek, hozir biz 3 vaqt tomoq yeyishmi harom dedi. Bu balkim diniy jihatdan to'g'ri emasdek ko'ralsimi, ammo haromlik darajasiga kelib qoldik yani. Bugungi kunda ojiz singillarimiz deb sanda qilinayotgan Xitoylarga majbur qul qilinib, xotin qilinib setilayotgan bu zamonda Uyg'ur erkaklarininki namoyish qilib, bu yerga to'lab qo'yib, Xitoy vatanimizdan chiqib ket, bizga mustaqillik kerak degan bu 40 yillik koni gaplar bilan yurishimizning o'zi albatta bundan keyin bizni nomus qilib berish kerak deb o'ylayman. Men davomli qalbimda ichimdan deyilmayotgan bir jumla so'z bordi, uni da'vatgandan keyin bu programmamiz oyoqlashsin deyman. Yoshlardan, dunyodagi yoshlar tashkilotlaridan siyosiy, ijtimoiy, demokratik, kishilik huquq, inson haqlari tashkilotlarining qurilishini men qat'iy xohlamaydim. Askari, qurolliq, armiya, Xitoyga qarshi qattiq kuch tashkilotlarining qurilishini pek umid qildim, ammo bugunga qadar afsus, yoshlarimiz yanlam siyosiy tashkilot qurishni tanlab oldi, yanlam namoyish qilishni tanlab oldi, yanlam demokratik, tinchlik, deymiz,
insan hakları teşkilatlarını kuruşunu tanlap kelyapydy. Bunundan keyin yaşlarning ichidan bununga nisbatan qurolli hareketga nisbatan ko'plab yaş teşkilatlarımızın ichidan, yaş rahbarlarimizning ichidan mayli Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi bu qo'mondonlik qilsin, mayli boshqa kishilar qo'mondonlik qilsin, bunun kuch-quvvat beradigan teşkilatlarning qurilishi yoki askarlarning o'rtaga chiqishini bekmi umid qilyaptim, ammo bo'lmay qoldi. Inshaalloh bundan keyin chiqib qoladi deb o'ylayman. Mana kishilik huquq tashkilotlarini, siyosiy tashkilotlarni cho'nglar, qurol tutolmaydiganlar, ayollar, bolalarimiz qursin qarindoshlar. Mana biz yoshlarning tashkilotini quraylik. Yoshlarning tashkilotini quraylik. Yoshlarga loyiq g'urur, vijdon, iymon, qurol, ochiq bilan mangdigan tashkilotlarni quraylik. Siyosiy tashkilotlarimiz yetarlik, ijtimoiy tashkilotlarimiz yetarlik. Ammo yoshlarimiz chiqib, uning keyindan har xil ismlar bilan shaxsan bu mening shaxsiy fikrim. Bu bizning studiyoga yoki boshqalarga vakillik qilmaydi. Haqiqatan bir xatolik o'tkazdik yoshlar. Haqiqatan cho'ng xatolik o'tkazdik. Mavjud tashkilotlar bor ostida bizningki masalan Tibetlarningki yoshlar tashkiloti ular bir qo'l qattiq, bir qo'l yumshoq bo'lish degan siyosatni tutib, qurolli harakat qo'llanishni her zaman Dalai Lama'ga teşebbüs qiladi, Dalai Lama qarshi ideologiyalarni o'tirib qo'ydi. Dalai Lama Tibetlarningki eng oliy rahbari va kishilik huquq faoliyatchisi va siyosiy faoliyatchi va tinchlik demokratik harakat bilan Tibetni mustaqil qilishni xohlaydigan va yoki avtonomiya qurishni xohlaydigan bir shaxs. Ammo Tibet yoshlari bo'lsa chiqib biz Xitoyga qarshi qurolli harakat qilishimiz kerak, qattiq qo'l bo'lishimiz kerak, kishilik huquq, avtonomiya talab qilmasligimiz kerak, mustaqillik, urush talab qilishimiz kerak deb chiqib chiqilsa mavjud shaklda ketyapti. Tibetlik bir millatningki albatta bunda ikki xil qanot bilan, ikki xil kuch bilan ketib borganini biz ko'rib turibmi, bugungacha yoshlar buni to'g'rilamayapmiz. Cho'nglar yumshoq yo'lni tutib mengayversin, demokratik tashkilotlar o'zining xizmatini qilaversin, ammo yoshlar albatta qattiq kuch bo'laydi bundan keyin. Chunki qonunni yo'l qo'ydi va bizdan istaydi, Amerika istaydi, Yevropa istaydi, bizning bunda huquqlab yetishimizni ular xohlamaydi. Yani bugunga qadar biz haqiqatan bu masalada uxlab qoldik va xatolik o'tkazdik. Inshaalloh bundan keyingi zamonlarda men tashkilotlarni, yoshlar tashkilotlarini ayblamachi emasman. Yoshlarning tashkilotini quraylik. Qirlarning, bolalarning, xotin kishilarning tashkilotini qurmaylik. Biz erkak bo'lgandan keyin erkaklarning tashkilotini quraylik va qurib bo'lgan bo'lsak o'zgartaylik. Tijlik cho'ngroq yoshlarimizdagi qurol ololmaydigan kasal çallarımız tijlik teşkilatını kursun, ular tijlik hareketlerini qilsin. Yoshlar qo'limiz qurol olalaydiganlar, bizdek qattiq qo'l hareket qila oladiganlar bu teşkilatlarni qurib, xuddi Tibetlardek bir qo'l qattiq, bir qo'l yumshoq shaklda hareketimizni davom qilaylik demoqchiman. Tibetlar o'zining qurolli tashkilotlarini qurdi, askarlari 40 mingga yaqin askar va mavjud askar va degan nimani o'tirib qo'yatdi. Belki Tibetler net 100 bin asker bo'lishi mumkin. Ammo bizningki bu yerda Uyg'urlarga vakolatan xalqaroliq qonunliq bir shaklda 4 ming emas 41 askerimiz bo'lmadi. Buning gunohi, buning jinoyatchilari albatta cho'qim Uyg'ur davosini tijlik bilan qilishimiz kerak, kishilik huquq bilan qilishimiz kerak va yoki siyosiy bilan qilishimiz kerak degan ma'lum ahmoq va bir yo'nalishga kirib olgan johillarningki ziyonkashligi deb qarayman. Bir millatning qurolli tashkiloti, siyosiy tashkiloti va ijtimoiy tashkiloti teng mavjud shaklda birlikda harakat qilish kerak deb qarayman. Uning uchun bugun bundan keyingi zamonlarda buni munosabatli programmalarimiz bilan albatta hal qilg'uch xarakterdagi bir kuchning chet el tarixida tunji o'tirg'i chiqishini umid qilamiz. Albatta bu yerda oxirida shuni deb qo'yman. Suriyada Uyg'ur qurolliqlari yo'qmi? Afg'onistonda Uyg'ur qurolliqlari yo'qmi? Bu bizning qurolliqlarimiz va yoki mujohidlarimiz deyishi mumkin. Bizning va yoki bugungi suhbatdan o'tirib qo'yayotgan masalasi Abay Ablajon apandim deb o'tib ketganga o'xshash. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti da bu narsa bor, quralaydi.
partiya ve hükümetlerinin kolu astida Uygurlar özünün kurallık hareketlerini, askeri koşullarını kurup çıksı buludu. Ama ola kurmaysa ya ki bununla karşı çıkan takdirde mi kuruyversek buludu degan fikrni o'tirib qo'ydi. Kuruyversek buludu çünkü biz öldürülevatımız bizmi onunla karşı qattiq qo'l hareketdeki teşkilatlarımızı kursak buludu degan o'tirib qo'ydi. İnşallah biz bundan ilham elishimiz kerak deb o'ylayman. Yana bir qitimliq programmamiz bo'g'icha aman bo'linglar. Bizni qo'llash og'zinglardagi so'z bilan bo'lib qolmasin. Voy yaxshi programma bo'ldi, voy oq bo'ldi, ko'k bo'ldi bilan emas. Hem bahirlash konukisini besishinglarni umid qilaman. Beğeniş yani yürek xo degan narsalarni emas, hem bahirlash konukisini besib O'rta Osiyodagi necha million qarindishimizga va chet ellardagi necha minglar qarindoshlarimizga suhbatimizniki yetib berishiga sabab bo'lib qolsanglar Alloh ajr beradi. Ecrini köp alasılar inşallah ve bütün Uygurlarımızın, yaşlarımızın uyg'onishiga sizlar sababchi bo'lgan bo'lsizlar. Yana bir qitimliq programmamizgacha amin bo'linglar. Allohga emanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.